Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasiniki aziz ko'rarmanlari. Bugungi Sharq Turkiston Oliy Kengashidan Sharq Turkiston Milliy Kengashiga nazar nomli suhbat programmamiz Dünya Uyg'ur Qurultayining sobiq raisi, Uyg'ur Milliy harakatining rahbari Robiya Qodir xonim opamiz bilan obzorchi va tanqidchi Mavlo Yos afandimni taklif qildim. Robiya Qodir xonim Dünya Uyg'ur Qurultayining rais mezgilida qilib o'tgan ba'zi muhim ishlarningki Uyg'ur da'vosidagi muhim strategik rolni tahlil qilish va Dünya Uyg'ur Qurultayining bu qatimliq oshmoqchi bo'lgan Sharq Turkiston Milliy Kengashi va Dünya Uyg'ur Yoshlar Kengashi haqida ularning ko'z qarashlarini anglab boqmoqchi. Aslida bu programmaga Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Turg'unjoda Alovuddin taklif qilgan edim. Afsus suhbatga chiqolmadi. Yana davomli Turg'unjoda Alovuddin apandi bilan aloqa qilib ekranga chiqishga taklif qilaman. Bo'lsa bu hafta oxiri ochilmoqchi bo'lgan bu yig'in tutganiki yig'in haqida xalq o'tirisiga texnik yaxshi bir tushuncha hosil qilish umid qilaman. Bugungi Robiya Qodir xonim bilan bir qancha muhim tema to'g'risida suhbatlashish tarix kelgusi masalasida fikr almashtirmoqchi. Assalomu alaykum Robiya Qodir xonim, Mavlo Yos afandim, Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga qimmatli vaqtlarni chiqarib, naq maydonga qatnashib berganlarga samimiy rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Men Robiyimdamga salom berib olay. Assalomu alaykum. Robiyimda qanday ahvolingiz? Yaxshi turamsiz? Yaxshi, rahmat Mavlan. Bu Abdurimjon bolamizningki dastlabki e'loni bo'yicha aytgan vaqtida men bugun bu ekranga kirsam bo'ldiga ekran emas, men chekinib chiqsam bo'ladi deb qaror qildim. Palonchini taklif qildim, uni da pistonchini taklif qildim, uni da andiki Robiya Qodirni taklif qildim deb so'zladi. Meni taklif qilgandan keyin Robiya ona deb meningli gapimni qilish kerak, qolganini bu yerga so'rab aytmaslik kerak, savollar deyish kerak. Endi bugungi chekinib chiqishga qaror qildim. Ya bu suhbatnikini endi aloqa suhbat bo'lgan. Men bu yerga gap talash qilib chiqmadim. Bo'ldi endi esa menda xatolik qilgan bo'lsa kechiring, savolga nimasi kiraylar bo'lamda. Nimasi tugida Ya men chekinib chiqdim, Mavlan xapoman. Men uni taklif qildim, uni deb buni taklif qildim, uni deb men Robiya Qodirni taklif qildim. Men bunda Robiya onamizni bugun so'zga taklif qildik. Robiya onamiz so'zlaydi degan bo'lsa men so'zlasam bo'ladi. Men buni bir tava odamni akirib men bilan chatdi, shunda o'g'ashqa men bu so'rinni bugun javob bermayman hech qanday narsaga. Ya hozir shu Mavlon kamlar ikkinglar bu suhbatga chiqadigan odam ikkinglar. Biz o'qandiki ikkimizning ismini ataysiz tugidi u. Bir taqa odamni uni desam, unimi deb, buni desam, unimi deydigan gap degan. Unimisi ularning o'ziga javob berasiz. Bizning so'rinimizda u gapni so'rab kirmaydi. Biz ularning har vaqt unimisa hech kim unimiga yerga biz ikkimiz kirgan bo'lsak, bu bo'lmaydi. Men bir millatga ona deb yuryapman. Bir millatning yetakchisi deb yuryapman. Anki o'zimni Robiya Qodir bir inqilobchi deb yuryapman. Sizning boshda so'zlagan so'zingizni men qabul qilolmadim. Shuning uchun bugungi Robiyimda bo'pti, buning so'zdan ketib qopti bu bir. Menda o'tgan bo'lgan bo'lsa, dastlabda mening so'zimda munda so'zni boshqa so'zlayman deb demedingiz. Sizni taklif qildim. Ya men nimada WhatsApp sizga avatib qo'ydim, Mavlankami bor, WhatsApp nimada avatib qo'ydim. Ma so'zingizni palonchi, pokonchi deb boshqalarning ismini ataydiganligingizni men demedingiz. Uni men WhatsApp nimada avatib qo'ydim. Men so'zlagan bir narsa nimasi ma'vo deb asos beshiki mazmunni avatib qo'ydim. Mavlankam ko'rgan bo'lsa nimasi eshboq bor. Ya bo'pti bilan. Night yaxshi. Men bugun ekranga endi suhbatga savolga kelaylik. Bu savollarning hammasi siz biladigan, siz o'zingiz shohid bo'lgan, tunji qatam Xitoy tajovuzning turmusidan chiqib Amerikaga kelgandan tortib hozir qilgan kurashlaringiz, inqiloblaringiz, nurg'un da'vo yo'lida meni chaqirdingiz bu so'ringa. Menga shuni qo'ymoqchi. Bir taqa adamning ismini unimi deb oqitni akab meni qo'ydingiz. Menga necha vaqt muomala qilayotganlar hammasi shunday muomala qilyotdi. Siz meni chaqirdingiz, Mavlonni chaqirdingiz, mening ismimni atab chiroyli savolingizni bugun Robiya onamizni chaqirib qo'yishingiz kerakdi. Bir taqa odamlarning unimaganligini o'tirib qo'ydingiz, endi hech kim unimay ichib qolsin, men chiqib so'zlagan bo'lsam to'g'ri bo'lmaydi. Uyg'urlar buni yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman. Shuning uchun men bugun bu so'zimdan chekinaman deyishga sababim shu. Ketib qopti buning da so'zdan Robiyimda. Hech qisi yo'q. Ya men to'pqa etib qo'ydim 3 ta narsa. Mavlonga siz ko'rgansiz hamda.
Müşterisinin asas nemesini etip koydum. Başlaş madamında gap qilmayman, ma bir narsani kerak, men javob qilinglar deb qildim. Rabia apamizga telefon qildim, telefonga chiqmadi. Yazat zürüriyet var mı? Beni çakırgandikin başkalarının hemmisinin ismini ataş zürüriyet var mı? Ben de sormay. Beni Men çakır. atap qolgan bo'lgan bo'lsam dedim, nima deb so'ranglar jiqni ketmam, nahmayda Muhammadim kravatida. Mendan o'tgan bo'lsa, kechiring dedim men. Suhbatning o'ziga Ben kiraylik. Uygur'un hemmisini keçirvat mı? Efendim. Ya shu kechirayotgan ichida voqeamisan. Hurmatli Rabia xonim, Rabia Qodir xonim 2005-yil siz Xitoy tajovuzchilarning turmushidan qutulib Amerikaga kelib, Uyg'ur davosi uchun yangi bir sayf ochdingiz. Sizning jasoratingiz, fidokorligingiz, keskinligingiz va tashkillash iqtidoringiz Uyg'ur davosida bir tarix yaratib qolmay, balki Uyg'urlarga ishonch, g'urur elib kelgan edi. 2006-yildan 2017-yilgacha Dunyo Uyg'ur qurultayining rais manzilida nurg'un ishlarni qilib, Uyg'ur davosining g'arb dunyosi tunish uchun cho'ng tuhfalarni qo'shdingiz. Buning ichida eng ko'rinarli bo'lgan ishlarning birisi dunyoning har qaysi joylaridagi o'xshash bo'lmagan fikr yaqimdagi tashkilot siyosiy faoliyatchilarni yig'ib Washingtonda 2011-yil 5-3 kuni Sharqiy Turkiston Uyg'ur Oliy Kengash yig'inini etish bo'ldi. Emsa bugungi suhbat munosabatli savollarni oldi bilan Rabia Qodir xonim opamizdan so'rayman. Qo'shimcha qiladigan nuqtaga Mavlankan qo'shimcha qilsa bo'ladi. Birinchi savol. Hurmatli Rabia Qodir xonim, siz 2005-yil Xitoy tajovuzchilarining turmushidan qutulib Amerikaga kelganda diasporada Washingtonda Anvar Yusuf rahbarligidagi Sharqiy Turkiston surgun hukumati, Myunxenda Erkin Olibtekin rahbarligidagi Dunyo Uyg'ur qurultayi bor edi. Keyingi kunlarda sizni tanqid qilganlar Rabia Qodir xonim Sharqiy Turkiston zimin davosini qildigan Sharqiy Turkiston surgun hukumatga bormay, balki kichik huquq davosini qildigan Germaniyadagi Dunyo Uyg'ur qurultayiga berib rais bo'ldi. Shuningdan buyon bizning davoyimizning o'rni Myunxen bo'lib qoldi. Rabia Qodir xonim Sharqiy Turkiston surgun hukumati Amerikada, ya'ni qilib Amerika parlamenti qurilgan bo'lgandan keyin surgun hukumatga kelib kuchlantirgan bo'lsa, boshliqlar bizning davoyimiz Sharqiy Turkiston zimin davosi bo'lib, davoyimizning o'rni Amerikada bo'ladi deydi. Ham bu vaqtda Rabia Qodir xonim sizni avtonomiyatchi, mustaqilchi emas deydiganlarimiz sizni kuchli tanqid qildi. Siz buni qanday qaraysiz? Xo'sh, endi ekran sizda. Mening xalqim hargizmi tanqid qilmaydi. Mening xalqim meni hargizmi avtonomiyachi demaydi. Mening haqiqiy xalqim, mening butun xalqim, hatto butun dunyo men bilan siyosiy jihatdan munosabat qilgan Amerika tashqi ishlar ministri, Amerika kongresi, Amerika senatori, Yevropa parlamenti, Birleşken Devletler Teşkilatı, mayli dunyoning hamma yeriki Gollandiya bo'lsin, Germaniya bo'lsin, Italiya bo'lsin, hammasi mening vatanimdagi besivilingan ziminni asliga akilib, davlatimni qurmoqchi bo'lgan bir ona va bir lider ekanligimni, ashundaq bir vakil ekanligimni butun dunyo tanıydı. Mening xalqim asla tanıydı. Mening xalqim buni asla biladi. Lekin buni davatqanga odamlar 5 daldı, yoki 10 daldı, yani 15 daldı, yani 20 daldı. Mening eng oxirgi qurilgan davlatimning ismi Sharqiy Turkiston ekanligi rost. Lekin ziminim Uyg'uriston ham Sharqiy Turkiston deb ikki ism bilan otilib keldi. Yolg'iz Sharqiy Turkiston degan ism bilan otilmadi. Uning ichida Uyg'ur degan millat bor. Uyg'ur deb biqma, muxbir efendim, Uyg'ur deb biqma, Uyg'ur degan qanday bo'ldi? Men og'zingizdan anglab baqay. Sizni anglaysiz, sizdan so'rayman. Sizdan Uyg'ur deb biqma, men sizdan savol so'raman. Uyg'ur deb Sharqiy Turkiston. Uyg'ur degan bir millatning vakili bo'lib men ham Sharqiy Turkistondagi qarindosh millatlarimizning biz bilan birga yashayotgan vakili bo'lib dunyoga Uyg'ur masalasini anglatdim. Meni hergiz muşunun ichidagi Xitoy uchun xizmat qiladigan, Rabia Qodirni Xitoy hukumatining buyrug'i bilan sesitishni xohlaydigan, Rabia Qodirni va Uyg'ur davosini yerga urishni xohlaydigan, hem o'zining shaxsiy manfaatiga cho'qinadigan, hem o'zining shaxsiy ismini mashhurlashtiradigan, mashhurlashtiraman deb men orqali mashhurlashtirib bo'lolmay ichib ketganlar ayblamasa, mening xalqim meni avtonomiyachi demaydi. Mavla efendim o'tiribdi. Biz o'zimizning xabar va 2011-yili Oliy Kengash ochdik. Ash Oliy Kengashdimi biz bütün hammasi talash tortishda anidi deydigan bizga pul beradigan idora shu Luisa xonim shu vaqtida mas'ul bo'lgan ash idora
bizden pulni to'xtatadi, mustaqil deb e'lon qilsak pulni to'xtatsimi davoni epmanmaymiz. Bizda boshqa pul yo'q. Xalqimiz nomurat sirtga chiqqan. Boylar vatanning ichida qoldi. Ham sirtdagi boylarmi ko'pinchisi qo'rqib bizga pul vermaydi. Uning ustiga Xitoy meni birinchi darajalik dushmanim, xalqarалық terrorist deb e'lon qildi. E'lon qilgandan keyin men mush ikki ism bilan xalqlar qo'rqidi, oyada tuqqanlari bolalar qo'rqidi. Shuning uchun biz nima deymiz degandan keyin bu yerga 200 dan ortiq ziyolilar, mush Mavlon apandimmi bor, mush Ablajon Layla mallimi bor, burun mush siyosatga yaqin kelmaganlar bor, kelganlar bor. Hammasi yomon to'liq dunyo bo'yicha biz cheklimi qo'ymadik. Kim kelalayman desa shuni akaldik. Bu Oliy Kengash birinchi qatim boshqa Oliy Kengashimiz bek chiroyli ochildi. Ashada hamma ko'pchilik qaror qilib, guruh ayrim qarorimizning ko'p sonda ovoz bilan buningdan keyin biz o'z taqdirini o'z belgilash deb o'tirg'i qo'yimiz shuarimizni. Avtonomiya deganni biz olmaymiz, avtonomiya deganni ishlatmaymiz. Lekin bizning hammamizning maqsadi mustaqillik, bizning davlatimiz besib olingan zamin, bu zaminni biz qaytarib olamiz deb oshna qaror qildik. Efendim, endi gapim tugimidi. Bizni mushundaq tahallul qiladigan xalqimizning ichida uch xil tahallul qiladigan odam bor. Birinchi xili bizni qo'llaydigan, bizni tushunadigan, biz bilan tang, bizning bir ömür mustaqillik uchun kurash qilgan odam ekanligimizni taniydigan, yo'ldoshim Sidiqojining 10 yil turmida yotganini biladigan, mening 6 yil turmida yotganimni biladigan va bolalarimning oldi 17 yil, kaynib 7 yil, 8 yil, 9 yildan turmida yotganini biladigan, bizning mutlaqa vatanni mustaqil qildigan bir Uyg'urning doyasi sifatida o'tirg'i chiqqan odam ekanligimizni biladigan xalq 98%. Uni bizni unda demaydi. 2% odam har qanday millatda, har qanday xalqning ichida o'qituvchi bo'ladi. Ya siz bilan hasad qilib o'rin talishidi, ya sizni qoralashni xohlaydi, yoki Xitoy hukumatiningki 5 mo'challik oqish qilib bergan puli bilan Robiya Qodirni sestinglar, qaysi usul bilan sestinglar deb Xitoy bularga yo'l yo'riq berdi. Yo'l yo'riq bergandan bu yerdagi Xitoyning jasuslari hammasini mehmon qilib o'ylariga dasqon chivillarini dasqonga o'g'lashtirish orqali meni intayin yomon gap bilan sesitdi. Xitoy o'zi shu davlatlik bayonotchisi Xitoyning biz seni qandoq sesitimiz ko'rsan deb e'lon qilgan. Bu e'lonlarni balkim ko'rgansiz. Shuning uchun Dünya Uyghur qurultiyining men boshqargan shu vaqti burun avtonomiya deb yozilgan bo'lsa, o'z taqdirini o'z belgilaydigan, avtonomiya demaydigan mush gapni ishlatadigan bo'lgan. Chunki anidiyning iqtisodi bilan Uyg'ur davosini qilib, dunyoga Uyg'ur masalasini anlatayotganligimiz uchun, andikin biz uchun Yevropa parlamentining ishiga, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın işki, Amerika Kongresi'nin işki içilip, hazırçı müstakil dep ılkıç ketmisinler, muşundak bir otural bir gapni kıptusanlar diğerliği üçün biz onu işlettik. Lekin muhbirlarga her yerde müstakil buluştuğurluk. El Cezire'ye çıkıp qarab bakın. Benim şu vakti El Cezire'de sözülgen sözüm. Ben şu vakti Dünya Uyghur Qurultayı'nın reistim. Siz menin BBC'ye Angliya'daki yeni turumudun çıkıp 20-30 gün boğmay turup BBC'ye sözülgen sözümle anlap bakın. Uyghur halkı 7 yaştan 70 yaşgacha müstakil buluşunu xalaydı. Çünkü o zaman bizning zaman ular besvagan degan sözüm BBC'de mi var, El Cezire'de mi var, İtalya'nın gazetlerinde mi var, İtalya'nın bir yerde bir hata ketken yerim var iken Yeliqi aqımdan diveylab mustaqil demang, mustaqil desiniz hozir pulni to'xtatadi deganda biror gaplarim xato ketib qolgan bo'lsa, u bizning butun Uyg'ur davosiga, oldingi safga chiqqan jasoratlik millatning qahramonlariga yoki mushu xalqni ozod qilaman deganlarni nobud qilolmaydi. Nobud qilolmaydi. Sabab bu bizni sesitmoqchi. Bir o'chim odam o'zi pul tep hashlash uchun yoki o'zining shuhratini chiqarish uchun bir umr orzu qilgan taq chiqib so'rinning to'rida o'tirish uchun Uyg'urni ozod qilish degan ideya ularda yo'q. O'zida bo'lmagandikin bu Uyg'urni mutlaqo ozod qilaman deb turayotgan bu Robiya Qodirni
buni qat'iy yo'qotish kerak deb Xitoyning Anchan bu Anchanning Tungjan bilan til biriktirib chet eldagi mo'ditillikni xohlaydigan Xitoyga qarshi chiqsa qo'qidiganlarni orqaga agashtirib turib bizning o'z ustimizdan bunda pishni taqatdi. Ikkinchi xil pishni taqatganlar. İkinci xil pishni taqatganlar. Hasad qiladigan, o'zlarining prezident qilgisi keldigan, o'zlarini prezident Uyg'urning prezidenti deb dunyoga e'lon qildigisi ketgan. Ey, jinim qarindoshlarim, Uyg'ur ayada qirilyotidi, o'lyotidi. Men ma surgun hukumatning prezidenti, men ma surgun hukumatning prezidenti deyotganlarga men deb qo'yay. Surgunda hukumat degan gapni biz haqiqatan quramiz. Quribdi. Qurg'ini men xato deganim yo'q. Lekin uning bir o'lchimi bor, uning bir qilipi bor, uning bir shartlari bor, o'rindaydigan dalaylamadak. Anandikin o surgun hukumat Uyg'urning surgun hukumati bo'ladi. Bunisi kim kep qurvasa o ommaviy tashkilot bo'ladi. Shuning uchun men bu undaqiliqi biz o'zining hamma shartini to'liqlamagan bo'g'ashqa hech qaysining surgun hukumatligiga ketmay Dunyo Uyg'ur qurultiyiga ketdim. Chunki Dunyo Uyg'ur qurultiyining 3 alohidaligi bor. Birinchi alohidaligi Milliy qurultay bütün bizning bu qazo qilgan Sharq Turkiston ozod qilgan tashkilotga qatnashgan Ahmadjon Qosimlarni ko'rgan, tarixdagi qahramonlarimiz Ibrohim Turdilarni ko'rgan, qahramon Eminovkamlarni ko'rgan, qahramonlarimizning ashlarning hammasini ko'rganlar O'zbek muxlisdan tatib kelib, mushu Turkiyada milliy qurultayni ichib, shuning davomini Germaniyada qurganligi uchun mashhur inqilobchilarimizning hurmatiga buning iqib kelgan Germaniyadagi Dunyo Uyg'ur qurultiyiga kelib, men buning rais bo'lib turdim. Rais buni men debmi bormidim, men o'zlari saylab qo'ydi. Bu ashada ish qilsam bo'ldi ekan deb keldim. Mening o surgunda hukumat to'g'riliq bugun munozir qilg'im yo'q. Og'zimga og'immi yo'q, munozir qilg'im yo'q, yomon yaxshi deydigan fikrim yo'q. Uningga tarix, xalq javob berdi, o to'g'riliq savol qo'ymang. Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'zi to'g'riliq savol qo'ysangiz bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi men bu vaqtda, men ketgandan keyin qanday o'zgardi men uni uqmayman. Hargiz avtonomiyachi emas. Ular mustaqilchi, uning ichida avtonomiya deydiganlar o'zi men yo'q yerda avtonomiya demsa, manbayada hech qaysi avtonomiya degan bir eg'iz gapni qilolmaydi. Mustaqil degan gapni qilatdi. Qandoq tuhmat chaplasinki, qandoq menga shundoq yuzimga qo'l sasinki, men hayotimda davlatimni avtonomiya deb o'ylabmi baxmadim, ham unda o'ylamayman. Mush 60 yilning yaqiyotgan kurashlarimning hammasi vatanimni mustaqil qilish, vatanimni qaytirib kelish, erimmi shu, menmi shu, oilaviy shunda ketib boramiz. Mening oqimdan agashganlarmi shu. Shuning uchun bu gapingizga bergan javobim shu. Xo'sh. Rahmat bergan javobingizga. Hozir siz dedingiz, Dunyo Uyg'ur qilib faqat kishi huquqni qilmaydi, mustaqil talab qilganimi tashkilot deb o'zingiz hozir deb tushundingizda. Ana shu Twitterda, ya'ni burun hozir X'da 2012-yilmi shu atgan bir Twitter bor. O to'rtinchi taqalib bilgisini ko'rgansiz boshqasi ko'rsiga ketayotganda bir chet ellik bir muxbir bir so'rabdi, Dunyo Uyg'ur qurul mustaqillik talab qilamdi degan vaqtda ya biz Dunyo Uyg'ur qurul o'ziniki Italiyaning Dunyo Uyg'ur quruli faqat Xinjiangdagi Xinjiang avtonom xalqniki kichik huquq uchun kurash qiladi degan bir nimasi bor. Bu taqalgan Twitterda. Buni qanday Bitmaz demişat to'xtam. Men shu vaqtda yangi chiqqan vaqtim. Men turmudan yangi chiqqan vaqtim. Qalmalam men hozir lagerdan chiqqan qizlarni ko'ryapman. Lagerdan chiqqan qizlar tek 1 yil yetib chiqqan qizlar ekan. Ba'zanlari 1,5 yil, ba'zanlari 1 yil, ba'zanlari 6-7 oy yetib chiqqan. Aqlidan 50% ketib bo'libdi. Gaplarini tutib olmaydi, esida qolmaydi bir narsa. Men 6 yil yotdim turmada. 6 yil yotganda 18 oy bastiriqda yotdim. Bastiriq degan nima? Mush butun dunyoda anglayotgan qarindoshlarim bir ayol 10 tuqqan bir ayol bastiriqda yotib chiqsa qanday bo'ladi? Badallaringizni tutsangiz, badallarınız yulinib chiqadi. Men 18 oy bastiriqda yotdim. Esimni yo'qitib qo'ymay, yana chiqib mush xalqim uchun xizmatni qildim. Bolalarımdan ayrılıp, iqtisodimdan ayrılıp, hem turmuning ichida nurg'un 6 yil ichida sen turmuda nima tatding deganni faqat kurash ko'sam menga baho beradi. Yotgan yeri jannatda olsun kurash ko'sanning 6 yil ichida nima ko'rding Robiya ona?
Etken çay içkin keldimi, langma yigin keldimi, bir dostum bilan ko'rishgin keldimi degan gapni menga shu savolni bir kurash ko'rsam qo'ydi. Qaqa odamlar men u savolni qo'ygani yo'q, hissdoshlik bildirganlar bordi. Ama shu vaqtda yeni turmudan chiqqan vaqtim. Anida yeni pul tasdiqlagan vaqt. Avtonomiya demisang, mustaqil desang, pulni to'xtatadi. Pulni to'xtatsa biz bu davoni qilolmaymiz deb atrofimda turayotgandikin. Bira eg'iz og'zimdan ashada chiqib ketgan bo'lsa Italiyaning muxbiriga men qayta butun xalqdan o'ndan ma'qul so'rayman. Mening hissiyotim normal emas. Atrofimda tarjiman ishlaydi. Ularmı bana manda demang deyotgan yeni kelgan vaqtim, kimga nima deyishimni bilmayotgan vaqtimda yili hamman ismini yo'qotib qo'ymay, oshinchilik haqlariga javob berib, bir kunda 8 yerga bordim. Bir kunda 8 yerga. 8 yerde so'zlaydim, nutq so'zlaydim. Eng oz so'zlagan vaqtimda 3 qatim so'zlaydim. Mushu jarayonda mushunchilik xalqimni Uyg'ur desam bilmaydi ekan. Ma Uyg'ur degan kim? Sharq Turkiston degan kim desak va Turkiya degan shumi deydi ekan. Uyg'ur desak kim deydi ekan? Ba'zanlar qitqmi deb so'raganlar bo'ldi. Shu Uyg'ur deganni dunyoning kun tartibiga kirgizgicha, ani dedim bir necha odam maosh olib ishlab, ma davoni ilgari surib olayli deb og'zimdan bir yerga chiqib qopdi. Uni Xitoy ko'tarib chiqmay, Xitoyning jasuslari Uyg'ur bilan mening orlig'imni buzish uchun ash bir gapimni hozirgacha boshqa bir yerda mening unda degan gapim yo'q. Ash Italiyada esimda bor. Devatqandim o'zim shunda qiynalib degan. Mushu Rabbimda aldadisiniz olmaydi. Munda desiniz olmaydi deb yenimda tarjimam bor meniki. Ham boshqarayotgan bolalar bor. Munda desiniz pul to'xtaydi deb to'g'andiki og'zimda. Keyin u pulg'imi qaramadim. Keyin og'zimda unda gap chiqarmadim. Mening bir adamga javob berish majburiyatim yo'q. Haqqa hisob berish majburiyatim yo'q. Men o'zimga hisob beraman. Oilamga hisob beraman. Uyg'ur vatanim Sharqi Turkiston, Uyg'uristonga hisob beraman. Oshu xalqimga, vatandagi avom meni suydigan xalqimga hisob beraman. Bu pishniholarga javob berish niyatim yo'q. Buningga javob berish niyatim yo'qdi. Men uzun vaqt men ishlab ko'p xalqqa ishladingiz, hurmatingiz uchun bugun men ma gapga javob berdim. Bundan keyin javob bermayman. Men Rabbimdamning gapiga bir necha yil so'z qaytib qo'yay, ya. Xo'sh. Rabbimdam kelgandan keyin bir yil o'tmay Los Angeles keldi. Hollywoodda dunyo kishilik huquq cho'ng yig'in ichib mukofot berish yig'ini bo'ldi. Rabbimdam yig'inga sahnaga chiqishdan burun men tarjimon bo'lib berdim. Boshdan oyoqqa 7 kun birga bo'ldi. Rabbimdam iliq dongliq artist, iliq Angliyaning ayol podshohining roliga chiqqan artist ayol riyosatchilik qilgan. Shuningga chiqishdan burun Rabbimdam u ayolga men mustaqil demisam, xalqim meni yavitudu desa iliq ayol yaraysa mustaqil dedi. Shu butun Hollywoodning oshgan sahnasida Rabbimdam shu yerga chiqib, men millatimning mustaqilligini talab qilaman deb shu so'zlagan. Buni iliqi mustaqil talab qilmaydi Rabbimdam deganlar, Rabbimdam dedi bir 10-20-30 odam. Ikkinchi yana bir nimani deb qo'yay. Rabbimdam Amerika kelgandan keyin bir oldiga dush kelgan masala qanday qilib dunyodagi Uyg'urlarni birligiga akilish edi. U vaqtlarda Uyg'urlarning tashkilotning jiqliqi, o dunyo Uyg'ur qurildi degancha u vaqtida Münchenning atrofida yurib turgan kichik bir tashkilotda yo'g'on qalpoqni kiyib olganlar kichik bir tashkilotdi. Rabbimdamning birinchi masalasi qanday qilib mushunchalar odamlar dunyoga birlik solaman deganda bu men qatnashgan yig'inga men u vaqtlarda o'zim Amerikada bo'lganda qatnashay deb uchib berib qatnashdim. Uyg'ur oliy kengashini ochdi. Shu yig'inning ichidami jidal, talash tortishlar bo'lyotdi. Eng oxiri birlikka birga keldi. Bir yig'inda endi bu yig'indan bu birlik degan nishonda, masalan, o'z taqdirini o'zi belgilash to'g'riliq nishonlarda nurg'ul kamchiliklar bo'lsa-mu, ikkinchi jumuriyat vayron bo'lgandan keyin Uyg'urlarning tunji birlikka kelgan vaqti. Buning ichida ideya jihatdan, ko'z qarash jihatdan, nishon jihatdan nurg'un farqlar bor. Nurg'un talashayotganlar bo'lsa-mu, shular masalan Uyg'uriston deydiganlar, o'sha Seyit Tumturliklarmi masalan dunyo Uyg'ur qo'lida chiqishamatdi. Shularmi hammasi bo'pti Rabbimdamning yetakchilik ostida birlik kelaydi deb hammasi shu yerga yig'ilgan bu. Undan keyin o'z taqdirini o'z belgilash degan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining xitobnomalarini hammani ko'rdik. Oxiri mustaqillik ekan bu.
Buni nimish qilib burmilab zada o'z taqdirini o'zi belgilashni avtonomiya qaçılab qo'yamiz biz. Yel aşağı ikimiz aşçılar için şununki emisiga men Ben şunun masum ben gepimni men nim qo'yta. Ikkinchi masala. Uchinchi masala bu o'z taqdirini o'zi belgilash degan nadin kelgan? Bu masalachi buni u vaqtida o'z taqdirini o'zi belgilashni bir o'qib baqa odami yo'q. Manda bir kitap var. Men bu vaqt keyin o'qigan Rabbimdan uqmaydi o'z taqdir o'z taqdirini. Rabbimdan qanday qildi? Bu sap inglizcha atalg'ular. Ketlar yendiki odamlardan so'raydi. Bu o'z taqdir degan o'z degan nima desa, bular mush orqali mustaqil yo'lga mangdigan bir inglizcha atalg'u desa, shu atrofdagi odamlarga ma'qul deb qabul qildi. Xuddi indigenous degan nima desa, atrof o'zi Rabbimdan bu inglizcha materiallarni, qonun hujjatlarni o'qolmaydi. O'qamaganki shu atrofidagi ishingan mamushlar menga yordam qilyotdi degan odamlardan nima o'ylab maslahat so'raydi. Shulardan tushuncha so'raydi. Shu masalada endi o'z taqdirini o'zi men 2 minut vaqt qistirib o'tib ketay. O'z taqdirini o'zi belgilash deganda asla o'shalarga Amerika Uyg'ur birlashmasi NYDdan pul olganda mustaqil desang bo'lmaydi degandikan NYD nima deymiz? Nima Uyg'ur Amerika birlashmasi UAE nima deymiz deganda bular Tibetliklarning nizomnomasiga qaragan. Shu vaqt bizmi? Biz qaragan desa, Tibetliklarning nizomnomasiga qarab, shu Tibetliklar o'z taqdirini o'zi belgilash deganni optika. Shuni ko'tarib, endi Uyg'ur Amerika birlashmasininki nizomnomasiga kirgizgan. Andan keyin Dunyo Uyg'ur qurultaylar yiliq nima deymiz talash-tortish bo'lganda o'z taqdirini o'zi belgilashni endi uyan Uyg'ur Amerika birlashmasinikida ilib Dunyo Uyg'ur qurultayga. U vaqtida hech men dunyo o'z taqdirini o'zi belgilash deb 7 parcha maqola yozib tanqidlab 7 parcha maqola yozib so'zladim. Chunki u vaqtda menmi bilmayman, hech qasimiz o'qimagan bir odam bu qonunni o'qigan bu ziyonlarmi bu nima deb bir kitobni o'qib boqmabdi ekan. O'z taqdirini o'zi belgilash degan bunday bir kitob bor, unimi kirib boqmabdi ekan. U ish undan keyin Rabbimdamga lekin Nurg'ullarninki oldida saylab, keynida hujum qilishining bir muhim bir yeri Nurg'ullar Rabbimdamni avval buni rais qilib qo'ysa, Rabbimdam bu bir ayol kishi. Bu bo'lanmaydi. Az kunga istibo berdi. Hamma bir chatdan o'zimiz oliy janob ko'rinimiz, hamma bir chatdan Rabbimdam o'zligidan chekinchiqqa yani bo'limiz dedi. O Rabbimdamning o chiniqib, pishiqib tez surat ichida bu dunyo Uyg'ur harakatini xalqaro sahnaga aylantirib o'tganligi, u vaqtda ularning mo'lcharidan asli qilgan mo'lchardan chatlanib ketdi. Shuning uchun bu Nurg'unlar Rabbimdan qarshi turganlarimiz shuningdan chiqqan bu ideyalarchi, bu Nurg'un. Men mushlarni qistirib qo'yay, bu nemisida, mushinimda masalan haqiqatan Rabbimdan deb o'tganki Amerikadan o'tasa Rabbimdanni mustaqil talab qilmaydi degan odamni dunyoda butun dunyo necha million Uyg'ur bor desa, sanab kelsang ashlarni bir-birlab sansang 50 chiqmaydi. To'g'ri, rahmat Mavlanka. Men mushuni bir gap qistirib qo'yay. Mushu Rabia Qodir mustaqil deydi, demaydi, talash tatishqa men mundaq qilib qo'yman. Nemish qadam? Buni talashishning hech hojati yo'q bir gap. Bular ish topolmaganda, qiliq topolmaganda qilyotdi. Mening mustaqil deydiganligimni, mening buni avtonomiya qilishga qarshi ekanligimni ash davatqanlar o'zimi biladi. Endi rahmat Rabia opa, men yerdagi bir nuqta siz ishtalikni yaxshi tushundingizda hamda obdan tushunimsiz bo'lib qoldi. Mening men deganim hozir men ekrandan ko'rsatdim, siz ko'ralishingiz mumkin hamda Dunyo Uyg'ur qurultayiniki Twitter akkauntini siz boshqarmaysiz. Bu yoki siz yozmaysiz, uni biz bilmaymiz. Siz ingliz sangiz nima emas, uni bilmaymiz. Tarjimachilar bo'lgan ekan. Miyada Dunyo Uyg'ur qurultayiniki 2012-yilisi 3-oyning 1-kuni bir so'rab tikanda Dunyo Uyg'ur qurultayi mustaqillik talab qilamdi degan nimasiga mush qurultayniki shu Twitter akkauntini mana Mavlankam ko'ryapsiz ma'nosini. Dunyo Uyg'ur qurultayi Şinjanning tirnoq ichiga Sharq Turkistonning mustaqillikni tashabbus qilmaydi deb buni bir biribdi. 2012-yilisi 11-oyning 2-kuni buni yozgan, buning savoliga javob berganda mana ekan deb aniqlab berganingizga rahmat. Biz mustaqillik tashabbus qilmaymiz. Dunyo Uyg'ur qurultayi hisobida ma'nosi. Anan keyin 2013-yilisi 6-oyning 25-kuni yana Dunyo Uyg'ur qurultayiniki Twitter akkauntida biz mustaqillik tashabbus qilmaymiz va talab qilmaymiz. Tafsil tekshirib beqing deb tekshirishga nasib beribdi. Ma'noda endi bu sizning gapingiz emas. Ma qurultayningki Twitter hisobida etilgan narsa, bu narsa butun dunyo ko'rdi qurultayning nimasi.
Hani muşun narsa xabarınız var mı? Yok mu? Bunun xabarim yo'q endi hozir birinchi qatim anglayapman. Twitter'ni Dilshod Rishit bilan ma o Dolqin Aysa ikkisi boshqaradi. Anda sanda Ömer Kanatni nazorat qilib qo'yadi. Olim Siyitni Olim Siyit nazorat qilmaydi Ömer Kanat bilan. Mush asosan Dolqin Dunyo Qurqultining veb-saytini, Twitter'ni mush Dolqin Aysa bilan Dilshod Rishit Farhod Yo'rinqash uchun mang'izatdi. Endi men Twitter'imni 2-3 yil bo'ldi ochqili. Agar men shuna savol qo'ygan bo'lsa, men o'zim javob berdim. Uning inglizchasini boshqa bir odam boshqarib beryapti menga. Men uningdan xabarim yo'q. O veb-saytga nima yoziladi, nima qo'ydi, u narsa meningdan ruxsat so'rab qilinmaydi. U bevosita ijroiy komitetining raisi bosh kotib bo'lgan Dolqin Aysa bolamizninki boshqarishida mang'atdi. Buni men ashlandimmi shu chaqda Dolqin Aysa oldimmi so'rdimda, mushta qurultayniki Twitter etibsa mush narsalarnikini o'z qurultay deganlik voy mustaqil talab qil deysa, buni haq so'rasa biz mustaqil talab qilmaymiz. Şinjan Uyg'urning kishi huquq talab qilsa, biz buni tushuntirdi bo'lsa, men chetlab qo'yalik Twitter ko'rmayman. Unda buni mas'uliyati shular ekan. Bu tugida bu ikkinchi savolga o'taylamsa, ikkinchi savol xalqaro qonun bo'yicha indigenous people'niki mustaqillik talab qilish huquqi bo'lmaydi. Rabiya Qodir xonim Uyg'urlarni indigenous people qatoriga kirgizgan bir projektga qo'l qo'yib, tarixda davlat qurib yashab kelgan bir Uyg'ur millatining indigenous people bo'lishiga sabab bo'lib qoldi deb siz tanqid qildingiz. Birinchi ben javob berayim. Indigenous degan gap mustaqil bo'lmaydi degan bir gochining gapi. Men undaq gapga kulib qo'yman. Material ko'maydi ekan bular. Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki materiallarini ichib ko'rsin. Mushlar ash gapni chiqargan yoqi men yo'lishim bilan nurg'un materiallarni ko'rdim, oqtirdim. Men inglizcha o'qimayman. Uyg'urcha tarjima qildirib mayadi bir balamga deb tarjima qilib avating dedim. Qildirib nurg'un narsani ko'rdim. U indigenous degan bir yomon gap emas. U bir shu zaminning igisi degan gap. Endi uliq yavoyi degan gap emas. Shu vaqtda ular o'zining qashna shakli bilan chiqqan bo'lsa, o'zining ishi, boshqa millatlar. Lekin bu mundaq emas deb turib men bu gapni ishlatgan emas. Hayotim bo'yim men Birlashgan Davlatlar Tashkilotida yoki bir yerda Uyg'ur qanday millat, sen indigenous-mi emasmi deb mendan bir odam so'rab baxmadi. Men indigenous-mi deb baxmadim, u gapni anglab baxmadim. Mush Jidal Xolaning og'zidan oldim indigenous degan gapni. Keyin qarsam u yerda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Dunyo Qurqultining ishkadimi o'tirdi. Bular qachondan beri u yerga qatnashib, qachon nima qilyapti dedim. Yana bir biladiganim Anidi bana bir parça bir materyal bilan bir adam ekipti. Biz 50 ming dollarni ortiq beramiz. Mushu 50 ming dollar bir projekt ishlaysiz. Sening millatingninki mushu indigenous deb mushuning bir report yozib, mushuning ayrim pul versak, mushuning ayrim bir kanal ichib mansanglar deb ekiptikan, u vaqtida Ruqiya Turdish mening yenimda bu vaqtda. Men u Ruqiya Turdish Rabiya bu buludigan ishmi, bo'lmaydigan ishmi deb turdi. Men yo'ldoshimdan so'ray deb yo'ldoshimga telefon qildim Sidiqaji Ro'zidan. Sen bunu qo'shma o reportni yozmanglar dedi. Yozmanglar. U Sidiqaji indigenous deganning o'zi mustaqil bo'lmaydi degan fikr bilan emas. Sen uningga qatnashma, qilma, yozma dedi. Tugidi u gap. Shu yer bir yig'iz gap bilan biz uni rad qilatdik. Pulni olmadik, u reportni yozmadik, indigenousmi demadik. Endi mayli UNHCRP'ning reportida, UN'ning reportida İngilizce indigenous people deb chiqargan bo'lsa, uningda mening mas'uliyatim yo'q. Chunki men inglizcha bilmayman, ular chiqargan report, ani dedim bevosita Olim Siyitov, Ömer Kanat, vaqtida Ömer Kanat yo'qdi. Olim Siyitov batdi. Olim Siyitov va Olim Siyitovning endi Loisa xonimlar orqali ashundaq reportlarni chiqargan bo'lsa, bular ashunga o'zi javob bersa bo'ladi. Men inglizcha o'qiyamayman, bir top reportlar chiqdi. Men qaysi birisini o'qib olayman? O'qish emas. Mening vaqtim o'zim choy ichadigan vaqtim yo'q. Bolalarimga bunda qarab qo'yadigan vaqtim yo'q. Yugurib mayada bugun atdiganda 1 soatning oldida muxbirga so'zlayotgan bo'lsam, 2 soatdan keyin kongress so'zlayman, 3 soatdan keyin tashqishim, 4 soatdan keyin janvar uchma, 5 soatdan keyin Yevropa uchma, 6 soatdan keyin bir yer uchun. Men vaqtida hozir 11 lager shohidi yetishmayapti va yana xonimlarmi yetishmayapti. Hozir anda bo'layotgan men shu vaqtida guvohlikdan o'tadigan 6 yil turmada yetib 11 bolaning onasi bo'lgan, haqlar meni savodsiz deyotgan Rabiya Qodir ham muxbirlarga, ham dunyo sahnasiga, ham Xitoy elchixonasiga, ham kongressga, ham siyosatchilarga, ham maktablarga o'rin mahallada berib so'zlaydim. Bir tarjimam bil. Men u
report nima yazdı? Bir qitimmi ashlarning yozgan reportini o'qib boqqa adam emas. Vaqtimmi yo'q. Men davomli qaqshaydiganim nima? Xitoy davomli Xitoycha chiqarsa, biz bu yerda inglizcha chiqarsak, sizlar bir nusxasini Uyg'urcha, bir nusxasini inglizcha qilib chiqinglar deb men gapimni oqtirolmadim. Endi men bularning hammasi bilan urushsam, hammasi bilan talassam, NED'ning pulini to'xtatib qo'ysa, 5-6 adam ishlayotidi Uyg'urning davosiga so'g'uq suv sepgan bo'laman. Shuningga ko'p talashmadim, bular o'zi boshqarib ketdi. Shunga bu indigenous people deb yozgan UA Sharpiningki nasning mas'uliyatini balimiz olim Situb va shu vaqtdagi boshlig'idan so'rasanglar bo'ladi. Men zodi Dunyo Uyg'ur Qurultayning bulay veb-saytining ichidagi ishlar bilan o'zimning so'zlagan so'zim oshqan yig'inda ularning ovozini mening bayramda Dunyo Uyg'ur Qurultayida birinchi darajalik avtonomiyachidan 7-8 var, birsimi avtonomiya demaydi. Avtonomiya degan gapni manbayada Dunyo Uyg'ur Qurultayı chiqarmaydi. Ma o eng dastlabki bir yig'inashqa vaqtimizda mashina talash tortish olganda men bularga qattiq gap qilgandan keyin hammasi to'xtab qoldi. Bu avtonomiya degan gap, indigenous degan gap nereden chiqdi? Deyapman, men uqmayman, buni bilmayman. Men bilsammi, bu indigenous deganni nima qilib qo'ydim. Bilsammi, buni nima qanday qilding deb surishti qilman. Yomonchilik tutatdim men. Menga nima hammasi mendan xafa. Qurultayning ichidagi farzandlarimning hammasi mendan xafa. Men ularning kukulisini mustaqillikda Uyg'ur davosini poklik bilan, pokizlik bilan mang'izishda dahshat, shiddat bilan tutgan. Chunki vatanning ichida odam boshqarib, nurg'un ishlarni qilib o'rgangan. Men ular siz yuqorida aytib o'tib ketdi, Mavlon apandim. Bular Rabia xonimni kelib saylab qo'ysa, 4 kun bo'lgandilar. Bu ayol oran 6-sinf, 7-sinf o'qi ayolkan, voya deb onu balını tuqqan bir xotin chepchi kitdi deb o'ylabdi ekan. Men undaq emas. Men osh vatanning ichidan tortib, maxfiy tashkilotlarga, milliy da'vo qilganlarning doirlariga hammasining suhbatlashiman. Ularning saptishiman. Ahmad apandimning xonimi Moynur xonimdan tortib, O'tkir apandim Turg'unkamdan tortib, bütün Habiba Dolqiyasindan tortib, bütün inqilobchilar mening do'stim. Men ularning ham suhbati. Bu mening bu biyadagi qurultaydagi bolalar nima mening oldimda vatanni shillisdan tutib yult tortib olamiz degan har o'lib ketgan Namacha Rashindek o'g'illar mening sabdoshlarim. Shunga men vatanning ichida bu da'voda pishib yetilgan adam. Şu indigenous people'ga javobim shu. Rahmat. Mavlaga qattiq yeringiz bor bo'lmasa, savol o'tamiz. Endi qara, men g'ayatda Rabbimdan bilan fikrimni o'xshamaydigan yerlar bor. Bu indigenous degan endi Rabbimdan uqmaydi, randan desam, onun hujjatini, materialni ran uqib baxmagan. Dunyo 486 indigenous people bor. Bu indigenous degan birinchisi to'g'ri, shu yerning asli egisi. Ikkinchisi o tarixda davlat qurib baxmagan. Amerikaning Indiyalarını hesab olsang. Bizlar necha qitim davlat qurgan bo'lsak. Ha shu. Uchinchi, buningdan davlat qurish salohiyati yo'q. Amerika Indiyaliklar davlat qurolmaydi. To'rtinchi, o'zining tili, yezigi yo'q. Shuning uchun indigenous degan, masalan, tigi taktini etsang, o bir mustaqillikning ulun o'g'ilib yetadigan mustaqillik qarshi bir harakat. Buni Uyg'urlar o'rganmayli. Aç deyman bu Uyg'urlar bilan ko'trapli chiqdi. Bu nima deb uni tushundim. O'rganmini tadqiq qilib, endi men Rabbimdamdek masalan Uyg'urlar lideriga asli ma gap, mandaq ma tildi deb tushundirgan odam yo'q. Şu birinci bilan aşaning igisel deydi, shu gap o'xshaydi deb shuni ko'tarib chiqib ketib qolgan. Yo'q, uni ko'tarib chiqmadim, Mavlon apandim. Yo'q, nimani men do'lqinni da'vatma, do'lqin ko'tarib. Mushu indigenoursning yig'iniga nomus qilmay berib qatnashganlar. Ash yig'inga qatnashib, ash Uyg'urning indigenous deganlarni tortib chiqib javobgarlik olsanlar bo'ldi. Ham UA Sharpiningki ash nemisda veb-saytida yozilibdi indigenous deb. Shu reportni kim yozdi tortib akilib, shu vaqt kim mas'ul buningdan javobgarlik tortsanlar bo'ldi. Hatto vaqtim yetsa men javobgarlik tortaman. Men bu sababda men to'liq bilmayman indigenous deganlarni, yerlik millat deb. Mavlon yaxshi tushuntirib qo'ydi. Bu bir adamni tillash uchun ishlatadigan gap emas, xalqini qutuldirish uchun xato yo'lga menib qapti. Ma gap, bunda gap deb tushuntirib, u yerdan uni o'chirish kerak. Shu. Endi do'lqin esa bir necha qatim qatnashish indigenous people oldimda esilgan narsalarda, Twitter'dan so'radik, meni Twitter cheklab qo'ydi.
Az cevap veriş gerek. Dolqun Eysal hakim soru cevap vermedi. Cevap vermese onun takip çıkılmaydı iken bugün bu programın köygende onun yazamız kana yapmak yazılım var. En üçüncü soru bileyle Rabia Kadir Hanım siz Dünya Uygur Kurultayı reis mezgilde Şarkı Türkistan Uygur Ali Kengeşini açtınız. Bu kengeş etişki maksat nemi diye ortak bayan ilan kılıngan mı? İlan kılıngan bolsa bu bayanatın mezmunu nime? Biz Dünya Uygur Kurultayı'dan bayanat e'lon qilgan. Bayanatning hamma mazmuni yo'q. Bayatni hamma deparamen bayatni deb bo'ldik. O'z taqdirini o'zi belgilash deymiz deganning oxiriga avtonomiya degan gapni ishlatmaymiz. Mushunda deymiz, buningdan keyin degan ashni o'tirib qo'ydik. Avtonomiyani bunga ishlatmaymiz, o'z taqdirimizni o'zimiz belgilaymiz degan mustaqillikning o'ziga boradi ekan. Shuni hamda mushunchilikli dedim. Onundan ortiq uningga men izohat beradigan yeri yo'q. Endi şu vaqtda hamda şu Şarkı Türkistan Uygur Ali Kengeşi 1992 yılında onu echitki maqsadimiz. Sualınız qilib qapti. Onu echitki maqsadimiz Uyg'urlar Milliy qurultay vaqtida bir echitgan kengashni Ali Kengeş deb ochmabdika o'z ara yig'ilib atıllarımız, akıllarımız, dadillarımız Ahmet Egambadi efendim boshliq bo'libdikan. Shu chaqda bir echitgan. Endi bu qitim echitki sababimiz Uyg'urlar shu tunji qitim haqiqiy bir milliy kengashni ichib, zodi maslahatlashib, hammasi o'zining qo'sig'ida bor fikrini to'ksin, o'tirg'i qo'ysin. Biz Uyg'ur davosini dunyoning kun tartibiga akilishda eng yuqori saviyaga qanday ko'taramiz? Zodi mush enedining kitob pulsiga qarab o'tirib mushlarni endi shuni sizib o'tiramdik yoki xaritamizdan boshqa sizamdik. İkinci, avtonomiya dedin, mustaqil dedin, avtonomiya dedin, mustaqil dedin degan urush talash bor. Endi meyagi hukumatning qishig'i olsak, sizlar hozir mustaqil dim. Bizni hukumat ya State Department, ya Kongress, ya Yevropa Parlamenti, ya Birlashgan Davlatlar Tashkiloti avtonomiyada degan gapni birsi deb baxmadi. Biz ularga tuhmat chaplasak bo'lmaydi. Endi hozir mustaqil deb to'lisanglar, iqtisodiy jihatdan yordam qilmaymiz deb faqat enidi dedi. Kongressga kirib mustaqil deb necha qitim desak bizni hoydigini yo'q. Tashqi ishlar ministriga kirib biz xalqimizni mustaqil qilishni xohlaymiz desak bizni hoydigini yo'q. Bu bizning erkinligimiz. Faqat enidi pul berayotgan o'rin dedi bu gapni. Shunga biz buni qanday qilamiz, qanday ishlatamiz? Biz butun ko'pchilik men qaror vermaydi, dunyo bo'yicha ko'pchilik qaror versin. Bu bir masalani hal qilaylik. Ikkinchi, Uyg'ur davosini Germaniyadan Amerikaga olib kelaylik. Amerika dunyoning markaziy o'rin bo'lgandan keyin o'sha Amerikaning o'zida Uyg'ur davosi markaziy o'rin mishadi qurilsin. Bu masalani muzokara qilaylik. Uchinchi, Uyg'urlar siyosiy jihatdan dunyoning hamma yerida bor Uyg'ur oqimizga ergashdi. Birlikka keldik. Mayli ma'arif jamiyati bo'lsin vaqtida, mayli Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, mush dunyoning hamma yeridagi Uyg'urlarning o'z ixtiyori bilan kamligini qolmadi. Hammasi keldi. 300 adam. Mush Amerikaning ichida bayatım Mevlana efendim deb o'tib ketdi. O'xshamagan ko'z qarash. Bizni tillaydigan, hatto meni tillaydigan, meni o'shqirdigan, hammasi yaxshi ko'rdigan, yomon ko'rdigan, hammasini guruhiga olib 15 dan qildikmi, 10 dan qildikmi guruhiga olib, 30-40 guruh qilib ochdik. Maqsadimiz xalq bir fikrini bir yerga akilib, Uyg'urda talash tortish tugab o'zaro bo'linib ketmayli. Qurultayni miyaga akilayli, hem andan buningdan keyingi o'zimizning mangdigan yo'limizdan xaritasini sizayli deb boshqa. Uningdan boshqa yana qurultayning o'zimi buningdan keyin zodi qanday o'rinlar bilan qanday tarmoqlarni qurish kerak, yana dunyoning hamma yerida nima qilish kerak degan xaritalarni sizimiz deb boshqandik. Xalq shunchalik qo'lladi, shunchalik jiq keldi. Hayron qolamiz uning Musa efendim tamoqni etib berdi, shunda o'xshadi. Men u vaqtni, shu vaqtki shu Milliy Kengashga kelgan butun sabdoshlarimni seg'inaman, hamma shularga hammasiga samimiy salom yo'llayman. Rahmat. Endi bu Milliy Kengashniki Amerika ichki ma'muriyat ochgan vaqtda men o'zingiz deb o'tdingiz, dunyoning har qaysi yerisini yaxshi ko'radigan, yaxshi ko'rmaydigan, har qaysi fikri qilgan odam hammani bir yerga to'plab bir nimani o'tirib qo'yib bir o'rtaq matlan qilib kelsa, bu hamsiniki bu yaqin zamon hozir zamon tarixida bo'lgan chet eldagi diaspora Uyg'ur tashlarini bir yerga eklashgan cho'ng bir to'pimiz deb qaraymiz bu narsanikini. Onun keyin Mavlaka mana qatnaq savolimiz bo'lsa, qatnaq bo'lmasa ana nimalarni yangi savol o'tmayman. Ya sen mangiva bugun asosan Rabimdamning gapini so'zlaydi. Men undasa o'sha Sharq Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi yig'in ichib o'rtaq bayonot e'lon qilinib bo'lgandan keyin bu Uyg'urlarniki siyosiy lobbiy harakatda qanday muhim rol o'ynaydi deb qaraysiz?
Men chiqqan kundan tortib ta men ketgan kunga qadar mayli oliy kengashni oshqichi bo'lsin, mayli oshqandan keyin bo'lsin, Mevlana efendim degandek acayip zor rol oynadı. Bütün dünyanın bütün dünyanın kun tertibi Tibet bilan o'xshash akirishda bizden burun Tibetler o'zini anlatıp o'tgan, bizni Uyg'ur desak bilmaydi dedim-ku. Mush janvadim yeni açtık yolni, Yevropa parlamentimi yeni açtık yolni, hatta bizning yüzlügen Yevropa parlamenti imza koyup bizge ilgi çıkıdığan boldu. Janvadim bütün kişilik hukuk tashkilotları, bölümleri, mustaqillik davlatlarga ega bo'lgan bölümler, hatta bizni 90 davlat qatnashgan yig'inga meni va mening sabdoshlarımni opirib, aşağıda bizni nutq so'zlatkizdi. Tunji qitim Birlashgan Davlatlar hozir hammasi berib, har yil so'zlayotdi-ku. Tunji qitim biz dunyo Uyg'ur qurultayida yashab berib so'zlagan. Shu so'zlagan so'zda bizni to'xtatib qo'yib, Xitoy degan o'ttirib yugurib chiqib, "Menga ovoz berdiganlar bo'lsa chiqinglar, voyjan men bo'lmadim" deb bayroqlarni ko'tarib yugurib chiqqandan keyin, andikin shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 90 davlat qatnashib ekan shu yig'inga. Shuning ichidan Iran va Xitoyni qo'llaydigan yaloqchilari hammasi Xitoyga ovoz berdi. Meni qo'g'lab chiqirdiganga aşağıdan. Mening so'zlagan so'zimni, tarjimonlarimni to'xtatadiganга 3 minutlik vaqt bergan. Andan keyin qo'g'lab chiqamay, qo'g'lab chiqirdiganga ovoz bergan Amerika boshchiligidagi bütün Yevropa davlati hammasi meni qutuldirib qoldi, Uyg'urni qutuldirib qolamiz. Uyg'urning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'urning o'rni bor dedi. Mush gaplarni başka Avrupa'nın adamları, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın adamları deyişinin özü, Birleşken Devletler Uygur'un o'rni var degan gapni, digizishning özü Uygur'un mustaqil devlet ekanligini Birleşken Devletler sahnesida qanday qilib bo'lsin ochgan bo'ldik. Biz mening birinchi besilingan Sharq Turkiston va Uyg'uriston Xitoyning besilingan zemini deb 3 minutlik vaqtda ashuna deb ovozimni chiqarishim bilan Xitoy bayroq ko'tarib bizni to'xtatdi emasmi? Mushundaq yig'inlarni qildik. Mush Birleşken Devletler Teşkilatı dünya bizge sorun hazırlap berdi. İşi ağırdı. U çağda men şu vaqt dedik ki Uyg'urlarning şu çağda qanday qirilayotganini, ili vaqasinin qanday maxfiy o'ltirilganligini, qanday muzlarni to'nlatib bolalarning terisini qanday so'yayotganligini, va Barim vaqasini qanday qilganligini, Urumchining o'zida maxfiy qanday tutilayotganligini desam, hatta dünya meninkini qabul qilib chiqirib yig'lab ketsa, mayli janvarda, mayli Avrupa parlamenti olsun. Mening atrofimdagi qurultaydagi boshqa ba'zan bir sirtki sabdoshlarım nima dedi? Sen nega bosan gapni oshirib etsan? Sen munda qiynidi deding, onda qiynidi deding, onda soluvatdi deding, gapni oshirib etding, suv turmusiga tashladi deding degandikan, menga o'zimning odamlarim norozi bo'lib ketgan. Men yolg'on etmaganligimni hozir lager ochilgandan keyin, men lagerni Xitoy oshining davomini ochgandan keyin, men lager shoidlari tosh qilgandan keyin, mening shu vaqtdagi gapimning qanchalik rostligini yaqinda State Departmentga kirgandim. Sening shu vaqtda degan gaplaring birdan oldimizga keldi dedi. Ben mana mushunchalik da'vo qilish jarayonida maqsadimiz mayli oliy kengash ochayli, mayli dunyo Uyg'ur qurultayida bo'layli, mayli hamma sabta. Men yolg'iz qilmadim bu da'volarni. Mening sabdoshlarim birlik qildi. Mush dunyoning shu vaqtdagi mayli Setim Turk bütün nemiga, Turk ovozining hammasiga kech kunduz vaqirab bu yerda yetkizdi. Bu yerda Nurmamatlarmi shu vaqtda hech qachon o'zini ko'katmagan Nurmamat Musobaylarmi o'zini ko'katib boshqa atib bo'ldi. Mush ichida yetkizdiganlarga yetkizdi. Bunda bizning sabdoshlarimiz hammasi mayli Ömer Qanot olim setib bo'lsin, tarjimonligimni nihoyat yaxshi qildi. Bir daqiqa ularni menga nimishqa o'shib ketdi, ular menga o'shib ketdi. Sabab men ularga dam olish vaqti bermadim. Men ularga tomoq yeyilish vaqti bermadim. Kech kunduz Uyg'ur deyman, yo'lib qo'paman, chiqib so'zlayman, Uyg'ur deyman. Bularga oram qaram oilasiga oshirmadim. Shuni bular menga o'shib ketdi keyingi vaqtlarda. Biz ashunda anglatgan, ashunda maqsad bilan zaminimizni Xitoydan tortib olamiz, mustaqil qilamiz, dunyoning kun tartibiga akilamiz. Tibetni butun dunyo tanigandek bizni taniydi, lekin ko'z qarshimiz biz mustaqil bo'lamiz deb chiqqandik. Endi men shunday ishga gap qo'yay. Men Rabbimdan so'zlaydim, men qo'shimcha o'tirib beryapman. Nima Rabbimdan kelgan vaqtdagi shu vaqtdagi tarix ko'rinishini nurg'ulonga asliga akilanmaysizlar. Rabbimdan kelishdan burun
biz bir kongresslar bir 2 minut sözleş için neçe ay appointment qilib kelenmettik. Rabindem kelgandan keyin bu bütün BDT bolsun, Human Rights Congress hamma yerning ishlarimiz bak ejilib ketdi. O vaqtda keyin senatorlar, kongressmenlar Rabindemni appointment qildigan bo'lib ketdi. Vaqtga qarab turib. Shundaqda shu vaqtda esinglar bor, Nancy Pelosi, Amerikaning kongressining boshlig'i, speaker. Shu Rabindemni quchoqlab, mening eng yaqin do'stim degan shu Nancy Pelosi shu vaqtda degan. George Bushmi shu vaqtda Bushmi Rabindemni butun qo'lda tutib, butun Xitoyning atom bombasidan kuchli deb shu vaqtda baho bergan. Haqiqatan shu vaqtda xalqaroda Rabindem chiqqanda Uyg'ur ichidami bir xil umid paydo bo'lgan. Uyg'urlarning ichi butun nega mangsang, qaysi ishga kirsa, shu ish vaq ichilib ketadigan bir payt bo'lgan. Men shu davrdami keyin Rabindemning turmadan chiqqaniga 10 yillik bir nazarda 4 parcha maqol yozgandim, shu jarayonlarni tarixiy ko'rinishini qilib. Shu vaqtlar shundaq bir kelkin, ashundaq bir narsa paydo bo'lib ketgan. Men hozir nega turibmish, esim baxtama qarab turib, men Sharq Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi. Hozir Sharq Turkiston Milliy Kengashga nazarda o'zgartiryapti. Oliyni milliy Uyg'ur degan gapni chiqarib etibdi. Hozir bularning maqsadi Uyg'ur chiqir emas. Bular Rabindemni tushirib atgandan keyin men bir o siyosiy o'zgarish Xitoylarning yetakchiligida bo'lgan ishdayman, o ag'durimchilikni. Mushu Rabindemning izini yo'qotish. Oliyni Rabindem ochgan yig'inlarning ismini o'zgartirishda bular mushu Uyg'urlar milliy aralashtirib Rabindemning ismini yo'qotish. Shu vaqtda asli bular Rabindemni xato saylab qolgan. 3-4 kunda chiqib ketdi bu ayol degan, chiqib bunchalar bo'lib ketib, ularning hammasi oldi yo'l chiqib ketdi. Ta Rabindem chiqib ketmaguncha bular hech qanday cho'lpon bo'lib chiqolmaydi. Shu manzildan mushu hozirgi mush ishlar bo'lib ketib bordi. Ben Mevlana'nın gapiga izohat vermemdi. Sizin sualınız qarmayman. Siz bayatın sual bergan vaqtida ashuni to'liqlab bermadi. Men to'liqlab. Hozir baş shu savol hamma kelib chiqishadi, mushu hozir. Ma'nim az ham siz sual qo'ying. Yani 5-chi savol siz Hürmetli Rabia Hanım, siz Sharq Turkiston Oliy Kengashi deb Uyg'ur nomini alayib gavdlantirgan edingiz. Sizning keyingi Dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari Sharq Turkiston Milliy Kengashi yig'ini deb echib kelyapti. Mushapda oxiri yani 23 kundan 26 kungacha 3-qatimliq Sharq Turkiston Milliy Kengashi ochmoqchi. Sizcha Sharq Turkiston ostidagi Uyg'ur Oliy Kengashining o'rniga Milliy Kengashiga ismni ishlatishga qanday qaraysiz? Men uningga aralashmayman. Qanday deb shunda bo'lsin, chunki hozir bu qurultayning ahvolini siz ko'rdingiz. Butun Uyg'ur xalqining vakilligini qilolmaydi. O'zining qurultaydagi bir necha odamning vakilligining qatnashganlarninki o'zlariga vakil bu. Shuning uchun butun dunyodagi mening Uyg'ur xalqimning vakili deb men qaraganligim uchun men buningga u gaplarga ancha izohat bermayman. Bu mayli Sharq Turkiston demdi, mayli Milliy Kengash demdi, yana bir nima demdi. Biz Oliy Kengash ashqa vaqtda bo'lam. Dünyanın hamma yeriga eshik ochiqdi. Kim kelsa ixtiyor State Departmentiga ben berib, kim kelsa viza berisizlar degan. Shuning uchun yamanchiq odamlar kelib ketdi. Endi men biraz imzo beray, ma Tima bilan yaqinda ma Dunyo Uyg'ur qurultiyiroq biraz so'zlab o'tib ketay. Rabi shu vaqtida men bu tarixi butun jarayon mening beshimda o'tdi. Endi mening bir alayligim, men materialni yig'ib qo'ydigan odam. Database qurib qo'ydigan odam. Shu vaqtda Rabindem ying kelgan vaqtida Erkin Alitikam oltinning tubida dastlab oltin izlamayli deb Rabindemni shu vaqtda Dunyo Uyg'urlar raisligiga saylaymiz deb o'ttirib chiqqanda men Erkin Alitikamga intayin hurmat bildirgandim. Bu siyosatchiga bu odam. O'zining o'rnini mushunda xalqaro badi deb Rabindemga badida mush gapinga oldimmi oliy kelmama masalagimi. Lekin bularning maqsadi mening boshlab o'tgandek Rabindemni bir 6 kunlikda o'tgunchi deb o'ylab qoldi. Bu javob berolmaydi. Burunmi hamma odam Erkin Alitikam bo'lmayman deysmi shu odamni saylatdi, chunki boshqa odam yo'q deb.
erkin alıptıkanma bir şey ötkendikken mening farzimda Rabbimden tushib yana mang keldi deb o'ylab qoldi. Shundaki Rabbimden lekin chaqmoq shaklda bu Uyg'urlarningki bu Munxin atrofidagi ya Amerikaning u yer bu yerga harakatni xalq aralashtirgan bir cho'ng to'lqinga ayrılashtirib. Buning ular chidamay qoldi. Şun bilan erkin alıptıkan ha desanglar muhtaram Abra xonim deb xat yozib uni men desam mandaq dedingiz sen desang undaq dedingiz deb bu Rabbimdi. Oxiri Rabbimdanni og'dirib tashladi. Men bu siyosiy nim qilish dedim. Parij qurultayida men borgandim. Parij qurultayiga men bu yig'inga bormagan. Men Yevropa ayol biz xo'jar Yevropa longqisini musobaqasini ko'gini borsam aşağı yığın içiga şu yer telefon ursam Rabbimden ben kelip yerim gün qatnaşsam bulamdı dedi. Qatnaşdım. Şu yığından çıkan yığından arlık dem ilişte bir hala kirip çıkıvatsam bir 4-5 adam bir Rabbimdemni bir yerge bir tamlı yeniga akvelip bugün istiba berisiz degandek aşağı gaplarni qulqum kirip qoldi. Kirgandan keyin endin uni açığım kelip men Rabbimdemden bana 5 minut sözleş vakti beri alamsizlar desem Rabbimden berimiz dedi. Dolqun aysam dedi. Bana bir 5-10 minut söz şu ben bir dünya Uygurluktan yenimiz emas qo'shay minnatdor. Bana yig'in berdi. Yig'inda chiqib men Rabbimdemning ahmiyatini saylaşning muhimligini so'zladim. Ben bilmem mening so'zimning ta'sir bo'ldi dedim. Rabbimdem şu qurultayda asli qarıştırdım deganlarni to'g'dab 95% biletda saylandi. Uningga az o'tmay bir yila qala qolmayla bular favqulodda yig'in ochmiz degan yig'inni ochdi. Shu vaqtida men ikki parcha xat yozdim. Hozirmi Facebook'imda birinchi Dolqun Aysa va Ömer Qanotga uch xat. Bularning suiqasdini men bunun bu ikkisini cho'qina bu ikkisini maqtab Uyg'urlarni dunyoga tunishtirgan Uyg'urlar degan nimisda bu ikkisini men maqtab yozgan. Shu vaqtida bularning niyatini uqdim. Birinchisi ikkinchi bo'lginchilik qandoq tavlanganda bu tavlanish jarayonida chiqib hozir Facebook'ga parça maqolani yozgan. Yozgandan keyin bir yil degan buni o'tib ketdi. Saylan bo'ldi. Shundan keyin dunyodagi bu saylamga hatta dünya Uyghur qurultining birinchi muavin raisi bo'lgan Seyit Tunturuklarni qatnashtirdi. Bir turkum guruhlar bu yig'in ichib, shuningdek bu Rabbimdamningki dunyodagi sakindagi roliga ichib ketib qolgan yo'lga bular cho'ng to'sqinlik chiq zarba berdi. Uyg'ur davosiga chiq zarba berdi. Onun üst taqdirini o'zi Rabbimdan bilan men bu yer qo'shilmayman. Rabbimdan üst taqdirini o'z belgilashga mustaqillik yetaklaydi deydi. O'z taqdirini o'z belgilash mustaqillikka hech qanday yetaklamaydi. O'z taqdirini men kitap o'z taqdirini o'zi belgilash degan shu mustaqillikning oldini olish uchun chiqargan gap bu. Bu chunki bu mustaqil degan bu BDTlarda bu bir kurash, qon eqish nimasi bo'ladi. Shuning oldini olish uchun har yana xalqlar o'zini boshqasin deb o'z taqdirini o'zi belgilash, bu qon qo'yish asla mustaqillikning oldini olish uchun, mustaqillikning yo'lini to'g'rash uchun chiqargan shu var. U vaqtlar men hukumatdan keng kitob o'qidim. Shu mezgillarda u vaqtlar men deb yurib men keng kitob o'qidim. Shu Rabbimdan bilan fikrim o'xshamaydi. Rabbimdanning şu bir dünyadaki biz tonulup muşundaq yetişken bir sakni, bir qahraman, bir yetakchini biz Uyg'urlar qo'ldanmiz. Rahmat Mevlan. Men bana yaxshi tushundigingiz yaxshi bo'ldi. Siz bir doktor Ziyali. Ma gapni mening fikrim yaxshi. Sizning savolingiz bormi? Mevlanning gapining oxirida mening deydigan gaplarim bor. Dabramdir. Ya siz gap qilaveramiz. Sizning tukarkan savol so'rayman. Men Mevlanning gapininki rostligiga deyman. Bular haqiqatan Dünya Uyg'ur qurultiyining ichida bir 15 tak adam bor. Bu 15'i bir yerga bosh qo'shib, buni vaqtliq ochib turayli. Hozir chiqsak bu bir savodi yo'q, savotsiz ayol. Deyilgan gapga 15 kishilik yig'inda bu gapni Ömer Qanot anglamadimi Amerikada radioda ishlaydi u odam. Germaniyaning o'zida yig'ilib, Turkiyadan kelgan bir ish kushi, Norvegiyadan kelgan bir ishkisi, Gollandiyadan kelgan Muşlar hemisi birleşip bir yığın açkan ken. Yığın açkanda bu yığında erkin efendim barken o yığında. O yığında bu xotun bir savatsız xotun dep meni xotun. Mening vatanimda meni xalqim xotun dep bakan emas.
Mening xalqim Rabia ana, Rabia xonim deb shunda hurmatlagan. Mana bu xotun savasiz xotun. Bu chet eldagi Uyg'urlar, vatandagi Uyg'urlarni ancha bilmaydigan o'xshaydi chet el cho'ng'onlar. Endi o gapning qandaylik, qattiq qo'polligini bilmaydi o'xshaydi. Shunga buningga bu savasiz ayol 4 kun bo'lganda voy deb vaqtli qiladi. Qilgandan qurultayni o'zimiz o'tkazib olamiz. Endi ma ayolni Amerika qo'llayapti, Amerika o'zi bevosita aralashib chiqdi. Unda bo'lgandan keyin mush qurultay hozir endi bular huquq talashib Ömer Qanat, Dolqin Aysa, Asqarjon, Anvarjon, Erkin Olibtekin bu beshi bir-birining yaqinlarini siqib, hatta bir-birining qo'l bo'ynidagi galastiklarini chiqarib etib, maydalarni yetib etgan darajaga yetib ekan. Hatta mush selishib bir-biriga huquq talashib. Shunda jidallining ustiga men turmadan chiqib ekanman. Shuningga men buni hech qaysimiz buni qilmayman, jidal majaraning hammasini men ayolni chiqarib andikin pishib yetganda birsimiz qo'limizga o'tkazib olamiz degan niyat bilan buni optikan qo'lga. Meni apirtike. Men qandaq niyat bilan kirdim desiniz, men hamda mushada nurg'un ziyolilarimiz, koni inqilobchilarimiz mush dunyo Uyg'ur xalqining atrofida ekan. Chunki Ömer Qanotning dadasimi burun mushu sidiqachilar qatnashgan tashkilot qatnashgan bir inqilobchining bolasi endi. Men u dadasini toniganligim uchun mushundaq odamlarning bolalari bor ekan, mening vatandagi ne tunuydigan odamlarimning bolalari bor ekan. Ben Dolqin Aysa'nı ancha tanımaydı ekanman. Bu Aqsu Aşlıq idarasida ishlaydigan bir Chujango'ga odamning 2-chi qavatda o'tiradigan bir uyda o'tirdiganlar deb anglagan 2-chi qavat uyi bor deb shu yerda bir bola deb anglagan, lekin men bilmaydi ekanman. Keyin namoyishga qatnashganini bildim. Ham men bo'pti mushtaq qilayli deb qaror etdi ekan. Hatto o'zaro deyishibdi ekan. Buni men keyin angladim bu gaplarni. Anglagandan keyin bular meni dunyo Uyg'ur qultiga akilib, dunyo Uyg'ur qultida meni bo'lamsiz deb de albatta dedim. Men Dünya Uyg'ur Qultiga reis bo'lishni qabul qilgan vaqtimda men o'zim reis bo'la olmayman yoki bo'lolmayman. Bu boshliq bo'lsam men ajoyib odam bo'lib ketamanmi degan o'y fikrimga kelmadi. Men yaxshi boshqara olmayman. Mening fikrim. Chunki men shirkatchi, korxonchi bir ayol. Men shu igilik boshqargan, hukumat Xitoy hukumatining ichida siyosat tug'an, 10 yil avtonom rayonlik savdo sanoatchilar birlashmasining ma'mur raisi bo'lgan, 10 yil korxonchilar jamiyatining raisi bo'lib ashni tashkillab ashni chang chiqarib etgan, o'zimning igiligimni shunda boshqargan, 1000 onani qurib, 1000 onani sahrolardagi jinim qarindoshlarimni mush pensiyaga chiqqan, shu bika o'tirib qolgan ziyolilarni uyda nimish o'tirsa, bizning sahroda ko'zi echilmagan qizlarimizning ko'zini echinglar, yo'l boshlanglar deb oshlar bilan mushni tutashtirib, mush xizmatlarni vatanda ajoyib yaxshi rol o'ynaganligim uchun markaziy hukumatdan qo'rqib ketib, bu yomon nima ekan, 1000 onada ajoyib ish qilyapti deb minglagan onalar qolib ketgandan keyin shu vaqtda ona degan meni shu 1000 onaga pechas silib sen to'xtatsan deb Jungyangdan buyruq kelib 1000 onani to'xtatqizib etgan. Men ashundaq boshqara olganligim uchun men mushu Uyg'ur masalasini, Uyg'ur siyosatini dunyoning kun tartibiga ana shunday akirib bera olmayman deb o'zimning aqlimga va vijdonimga ishondim va meni akilib dunyo Uyg'ur qurultiyida rahbar bo'ling degan atrofimdagi bolalarni inqilobchilarim o deb ularga asla ishondim. Mendek adabga muhtoji bor deb. Ular anaki meni akirgandilar, meni qanday qilib qo'llab chiqaramiz degan yig'inni allaqachon 15 kishilik yig'indan boshqa Erkin Olibtekin efendimning shu Munixda uyiga Dolqin Aysa, Rishad Rushan bu uchi berib, ma bu nimediki Shvetsiyadagi yilqi bolamizning ismini unutib qoldim. Shu Shvetsiyada bir bolamiz bor endi. Shu bolamizning şopir bo'lib apirib qo'yay ularni deb apirib ekan, opaga yerda endi buni boshqa chiqarib qo'ydik debdi Erkin efendim. Endi Rishad efendim qanday qilamiz bu xotinni 4 kun bo'lganda tushib ketdi. Qanday tushirimiz 4 kun bo'lgan vaqtida, abi 2 yilgacha turib ketayli deb ashna davronbek bo'lib ketdi desa, voy 4 kunda tushirib etamiz debdi ekan. Bu 5 kishilik yig'in Abdukim Xotan, Rushan Abbas uyu, Erkin Olibtekinlar ashada 5 kishilik yig'in eshib ekan. Mush yig'indan boshqa bular yana 15 kishilik bir yig'in. Buni endi sayladik. Buni qanday qilib yo'qitamiz degan yig'inni eshib ekan. Endi bu yig'inni markaziy hukumatda, Xitoy hukumati markaziy hukumatda biz Rabia Qodirni qanday qilib yo'qitamiz degan yig'inni bir davlat ochgan.
Mening qarindoshlarım eshitdi. Men uni uqmay, meni bular bak qarshi oldi. Men jinimlar bilan birga ishlayman deb bular bilan jon jahlim bilan ishladim. Menga sodiq sadoqatman bo'lib ishlaganlar ishladi. Ishlabdi, qolganlar meni yo'qtimiz deb Vatanim torbeti deb bir torbeti qurdi. Torbetining markaziy boshqaradigan o'rni Beijingda ekan. Tek o vaqtida WhatsApp'larda meni asini chiqarib bo'lmaydi Mavlan. Shundaq nima tasdi. Shu Vatanim torbeti degan torbetida endi u torbetiga o Yaponiyadagi Anvarmo bolaning ismi nima? Yaponiyada bir bola bor. G'ayrat. Shu g'ayrat degan uningki texnik narsani boshqaradi ekan. Akram Hezim degan uning meni pullagan pullarni ratlab kunda qo'ydi ekan. Ananikin bu ne erkin alıp diken, Dolqun Aysa, bizden Memtin Hazret Efendim, 5-6'sı başkırdıken, Beijing'de yer bir adam başkırdıken. Bu torbeti o vaxtında WhatsApp'lar adam tılap yazgılı olmagan diken, ağızga ağızsız hakaretler bilen beni sesleşki başladı. 5-6 yıl, 5-4 yıl aşında kıldı. Kağandikin Sitim Türk bilen Nur Mehmet Musabay, o vaxtda saylan bilen, amminin 80% adamның avaz berişi bilen, Dünya Uyghur Kultuğu baş katip boğa vaxtı. Nur Mehmet Musabay Sitim Türk berip, o Ekrem Nizim'nin yakısını tatip ekilip, mani nemiş ki açsan, hanımı bu kadar töhmet, bu kadar hakaretini nemiş kılsan, bu hanım Dünya Uyghur Kultuğu'nun reis tutsa, sen mani ıhra kıl dep Sitim Türk başçılığı da bunu ıhragı tatkan, munik berip. Tatkanda ankin Sitim Türk onun ıhragı tatkan ikim bu. Menin amalım yok, bula içinla dedim, ben fakat başkırıp birimen. Muş tıllaydıqanını ular rətlab qoydu, mən şunu rətlab qoyub bermən. U yerdə degan gaplarning satlikiga, egizga, og'izsizlikqa Xitoy o'zi Beijingdan boshqargan degan qo'yapti. Chunki Xitoyning qasmi va emasmi? Robiya Qodirni bir mo'changa og'izsiz qilib o'zining millatining qo'lda yo'qitaman degan Xitoyning o'zining qasmi bor. Shu markaziy hukumatning vaqirab so'zlagan. Shunga anandiki mushunda qildi deb, endi ikkinchi unda qilmaysan deb u yerda u kun shundaq cho'ng jangchi ketgan Munixda. Endi men muş qurultayga mas'ul bo'lib turish jarayonida men qurultaydagi atrofimdagi odamlarga birsiga sadoqatsizlik qilganim yo'q. Chunki ularni inqilob qilayotgan inqilobchi sabdoshlarim dedim. Mavlon apandim deganda bular qandoq qilib buni yo'qitimiz degan planiga kirgizibdi. Endi mushu plan bo'lganligi uchun u Fransiyadagi yig'in yolg'iz Fransiyadagi emas 2012-yili ochilgan Yaponiyadagi yig'indimi Luisa xonimga deb eneydigan Robiya Qodirni yo'qotmasak bizning mustaqil degan gap yo'qolmaydi. Robiya Qodir mustaqilchi, biz bu yerda o'z taqdirini o'z belgilaymiz deb normal tutalaymiz. Shuning uchun mustaqilchini yo'qotmasak eneydining pulsi bilan orlig'imiz uzilib ketadi degandan keyin Dolqun Aysani açıqımız unda olsa deb Luisa xonim men Yaponiyaga kelishdan burun bütün Yaponiyadagi Yaponiyaga yig'inga kelganlarning hammasidan Robiya Qodirni saylamaymiz degan imzoni olib, ashlarning hammasiga qo'ltiqiga bir meni qo'shilishadigan bir ramkini yasab, xo'sh Xudoyim omonat degan xatlarni yozib, rasmimni chiqarib, uni dedim qistirib opirib ekan. U men bu keyinroq bordim, yig'inga bir kun, 2 kun qolgan vaqtda. Men borsam, hamma odamning bir qandoqlik qaraydi. 150dek odam kelgan, u yig'in bu nima bo'lgandi deyman. Hamiz pichir qildi, yenimdan qech onda ya ko'rib turdi, unda deydi, bunda deydi. Shuning bilan bu nima ishlar bo'lib ketdi deb qisam Qozog'istondan kelgan qarindoshlarim nima dedi, qahramon G'ujambadi silni yiqitaman deb bular tayyorlik qilyotdi. Biz hargiz silni yiqitadigan qo'ymaymiz. Biz shu davoni sili bilan tunudik, biz nurg'un ishlarni qilamagan qildik dedi. Kim bu odam meni tillab qilamidi deb chiqdigan bo'pti qaraganda kim qadar jumlasi chatg'im yo'q. Shuningdan bu adam bu gapni anglagandan keyin men bu yerda 1-2-3 odamning ismini atsam qapilish mumkin olmayman. Endi shu odamlarga men qanday qilaman desam, ommaga chiqib o'zingiz so'zlang dedi. Men dedim, unda xosman yig'indan ketay. Mening o'rnimga 2012-yil kim bo'lsa, men inqilobni to'xtatmayman. Uyg'urning ma'naviy onasi dedim, shu ona suhbatim bilan inqilobni qilay, qurultayni o'tkazib oldigan odam bo'lsa chiqsa bo'ladi. Men unda bo'lsa bu yig'inga qatnashmay ketay deb yig'inga boshlangan. Bu saylanga bana bilet taşlamanglar. Muşunda iş boptu. Luisa xanım qıptı, qağallarımı qıptı, bir neçə adam lobiçilik qıptı, menipti. Meni saylamaydıqanға həmminglar maqul olsa, mən saylamğa bugün üzəmni kökətməyəm desem, anandikin
bütün saylanğa kelgan adamlar birdek Qurultaydan çekinimiz deb qo'l ko'tardi. Qurultaydan chekindiganlar qo'l ko'taringlar deb Qahramon Xo'jamberdimi dedi, ya Tusnojimmi dedi deganda hammasi Qurultaydan chekindiganga qo'l ko'tardi. Agar Robiya xonimni saylamasa biz Qurultaydan chekinimiz dedi. Shuning bilan undaq bo'lsa Mo'isa xonim dedi, unda bo'lsa saylamni ko'pchilik tashlayli. Ko'pchilik o'zi kimga bilet tashlasa shu bo'lsin, Robiya xonimni tashlab deb tashlabdi. Bir bilet kam 100% tushdi menga. Bir bilet kam 100% tushdi. Xalqim meni anda söygen ekan, bunda ishongan ekan, o tarafdan bularga telefon degan gap ketayotgan. Men yig'lab ketdim o vaqtda. Shuning bilan anandan keyin men u yerda saylandim. U yerda yiqtanmagandan keyin andikin Mevlan degandek meni Fransiyaga keldi. Fransiyada yig'in ichib ashadi meni istifa berishga majburladi. Men nima istifa bermadim. Mening qo'limdan keldigan ishlar bakchiq. Men xalqimning davosini ajoyib qilaman. Osh jinim bilan, jon jahlim bilan, irodam bilan, umidim bilan, ishonchim bilan osh vatanim ozod bo'ldi deb turib chiqib qiladigan ayol. Ham boshqalarni qoyil qila olmayman. Her qandaq chet ellikning oldiga borsam Uyg'urning masalasini, tarixini, yana bir nimasini so'zlab qoyil qila oladigan darajada men kitobni minglab kitob o'qidim. Tarix materiallarni ko'p. U maktabga kirib asli hesab emas. Maktabga eshakning dumbisiga kitobni ochib maktab kirgizsa, yana birisiga eshakni ishkitalaydi. Maktabga kirib aslam, doktorlikni ilib aslam, bir bo'lib ketmaydi. Doktorning ichida ajoyib o'lchamliklari va o'lchamsizlari va saronlari va lekin men doktor bo'lmaganim bilan jamiyat shunas bo'lib ketgan adam. Xalq shunas bo'lib ketgan adam. Xitoyning illa patrini biladigan adam. Men Xitoyga qandoq taqobil turishni biladigan adam. Dunyoni qandoq qo'lga keltirishni biladigan adam. Men tashkilotchi. Men iqtidorlik ayol. Men mushu iqtidorimni men o'zimni maqtayotmayman. Men rostni deyapman. Mushu iqtidorimni xalqimga sepirman deb chaplashib oldim. U qurultay degan nima mening oldimda? Men 248 milyon dollarlık şirketlerimni tashlab, Robiya Qodir Sodi Sari aqidat Sodi Sariyimni tashlab, ming ona oqimdan erishayotgan, meni mushta oltinni ko'tarayotgan 10 minglagan onalar qarindoshlarimni tashlab bu yerga chiqqan ekanman. U nima qurultay degan nima bir tashkilot u. Lekin mushu qurultayning atrofiga men butun dunyodagi Uyg'urlarni uyushtirib bir ovoz qildim. Mening qilalig'im, mening iqtidorim ikki ovoz yo'q. Qurultay bizning vakilimiz deydi. Hammasi men bu qurultayning ishini ichib etgan. Kim kelaman desa o'zining ixtiyori shunga chaqiriq beratdim. Ash kirgandan keyin yaxshi yomon bo'lib chiqib ketadi. Chunki u mening Uyg'urim. Har qanday eskisimi bosh vatan uchun yig'laydigan bir yurak bor. Shuning uchun balkim tarbiyalanib chiqib ketar qurultaydan deb men chekimni qo'ygan emas. Şuna bu qurultayning ishga hammadan o'shikdi. Men shu qurultay endi mushunda ishni ichib dunyoda hamma Uyg'urni birlikka akagan qurultay deb ashlarga e'tirof qildigan bo'lgan keyin men buningda makam tumisam Uyg'urlar chichilib ketib deb qo'rqib turib oldim. Men huquqni deb turib olmadim. Dedim-ku, men ajoyib huquqlardan kechib ketdim. Vatanimda tör reisler oturduğun törler bana ben muşlardan keşke adam bir yerdeki altı tazının hukuku bana nime o diken onda hukuklarını demedim. Ben muş halkını aram birleştirdim çeçilip ketken halkını. Muşlar çeçilip ketmişsin, muş birlik yokap ketmişsin. Dünya biz birleşkendikin dünyamı itiraf kıldı. Hoş oldu dünyanın gün tertibine ekirdik Uygur meselesine. Şunun için ertigiçe uzun kıska çıkaklar çıkıp kalsa hemmisi özünün lepsini toyguzduğun. Pul tep hajlaydigan, resimga tushadigan, o'zini ko'kitadigan, mukofot borki, xalqimni turmudan qanday qutuldiraman demay, meni mukofotga to'kat deb kongressning yordamchilari yig'laydigan odamlar chiqib qolmasin. Men xalqimni qutuldirib beradigan odamlar chiqsin. Xitoyning maxfiy anchambuning odamlari oldiga chiqib qolmasin. Haqiqiy xalqimni meningdan hech bo'lsin, atrofimda anchambuning odamlari mushning ichida bo'lsinmi, ta'sirini bo'lsinmi, men qurultay yaxshi mansun, parchalanib ketmasin deb men belgil olmadim. Hukuk degan gap mende yo'q. Vatandan boshqa bir jumla mende yo'q. Ash vatanim bor meningda. Hukuk mende bor. Robiya Qodir deganning o'zi bir hukuk. Men chiqib hozir kommada bir ishni quriblan boshlasam, hozir o'zimni prezident qilib boshlay beraman. Boshlay olaymi? Qilib qoldi odamlar. Lekin men
Şunun için kurultayını vermek için tuttum. Bular Fransiyada mening de kutulumuz depti. Nereden geldi? Osman'dan uçurup geldi ama ben çıkıp istifa bermen deyttim. Meni kıstap 5 oturuq elip istifa bermen de bugün dep kıstığanmış rehber bolğanlar. Maqul dep tutsam Mevlan çıkıp cemaatga bir sözlepti. Şunun bilen cemaat ma 85% biletning 88% biletning taşlap yanı meni saylap ketipdi. Yanı meni saylap ketken kim bularning 10-20 adamning ochiqi kep ketdi. Endi siz bizden xapolmang dedi. Bizden xapolmang dese men nimani qanday qilib shu berib Qibrısni berib Qibrıs yig'inini ochdi bular. Qibrısni menda maxfiy men qurultayning raisi tursam endi Dolqunay Sami ba hammasi ba Qibrıs yig'inini ochdi. Qibrısning yig'ini tugagandan keyin Germaniyaga kelib Germaniyada menga qarshi bu yig'inni ichib 22 adam veb-saytga chiqib Eğizga ağız söz tıl hakaretler bilen Xitay diyemmigen, Xitay demekçi olan, Xitay en hoşuluduğun, Xitay'nın en degen gipini icra kıp verdi. Dep, meni aşındak website çıktıldı. Elik mulla dep, pul kaçlıdın dedi, yanı birini mi dedi, gororumga tigidigan. Menin bir olturduğun üyüm yok, ballarım icaramını tölep oturavatım ben. Ben tapkan tiniginimni Uygurga kaçlap verdim. Şundak tıldı, şundak hakaretli de anından keyin men boptu bu kurultayını men chiroyli o'tkazib beray. Kurultayını o'tkazib berdim. Endi kurultayını o'tkazib berdim. Berginimga nurg'un odamlar xafa bo'ldi. Men nimishqa o'tkazib berdim? Nimishqa men ikkinchi kurultayını men Gollandiyaga mush Dolqunay Samining ovozi bilan, Ömer Qanotning ovozi bilan, Olim Seytovning ovozi bilan, Asqarjon Anvarjonning o'zining mushlarning Dilshod Rishit hammasining ovozi bilan yig'inni Gollandiyada ochadiganqa qurultayni Gollandiyada ochadiganqa qaror olgan kengash bilan. O qarorni olsak, uni olib qo'ygan qarorimizga biz xalqni chaqirib bo'pti ekanmiz. 100dan ortiq odam uyga kelib ket. Bular Germaniyada yig'in e'lon qildi. Qurultayning yig'ini deb Dolqunay Sami boshchiligida o vaqtda Mehmet To'xti bolamizmi bor, uning ichida hammasi keldi. Ömer Qanotlarmi keldi. Olim Seytovlarmi keldi. Radio Free ajam anlatdi. Shuning bilan bu yerda ikki qurultay shakllandi. İşki kurultay şekillendi. Bizden Gollandiyada men açsam Ali Kengaşlan kurultay dep, Dünya Uygur Kurultayı dep. Germaniyada bul açsa sürgünde hükümet 5 olganda bula işki bulamdı bulmamdı. Siz sual koyuvatsız muhbir efendim, Mevla efendim sizlerden sonra işki bulamdı bulmamdı. İşki buludu. İşki buludu. Bu yerde bula Germaniyada birini açsa biz Gollandiyada birini açsak işki buludu. Şunun için ben Gollandiyada açılan kurultaydan vazgeçtim. Kurultayda beni dep akımdı tuğallarının hemmisinin yüzünü yer vurdum. Ular şunda kapıp gitti. Ular ne? Ben vazgeçip ma kurultayını kolladım. Kurultay bir olsun dep. Ne için? Halkımın menfaati için. Ben kollasam bular şu beni kollagan adamlar meyli Seyit'im Türk, meyli Ümit, meyli Mentimin A'la aş bütün kurultayının Nur Mehmet Musa Bay daim komitetinin adamlarının hiç kasını kırgızmay özünün dostları bilen içip özünü sayıldı. Bunu kurultayını hiç kıvatmaydı. Kurultay işki olmasın dep men nait çıraylık akımga çekinip tudum. Men şu günden tatip meni Ali rehber, Ali mesleçi dep koyup anından keyin bir 4 gün ötkendan keyin Ali mesleçiligimni ep taşlap kurultayının içinden ismimni evet. Onun mu gapmidi? Dünya Uygur Kurultayı bo'lmasa bu davoni qilamaydi deydigan gap yo'q dunyoda. Davo degan o'qilanda Dünya Uygur Milliy Harekati var mening. Men tek boshlamadim işte. Seyitning qo'lida Sharq Turkiston majlisi var, kengash var. Bularni birlashtirib ish qilamiz, qachon qilib biz agar bu darajada xalqimiz avorchilik kirib ketsa, biz qisqa qilaveramiz. Men mushu jarayonni siz uzun vaqt so'zlab berdim. Siz qo'ygan savollarni men oldindan deb bo'ldim. Rahmat, Mevlaka qattigan yeringiz bormi? Bo'lmasa hozir 1 soat 20 minut bo'libdi. Davomlashtiramiz agar bir necha savol bor, davomlashtiramiz. Ya mana 2 bilim qisib, yana birsini qilib charchab qoldik desiz. Rabiatimiz bor 80 yoshga kelib qoldi. Charchab qolgan bo'lsa, ikkinchi qism davomliklar qadam qilsa ham bo'ldi. Shunga sizlarga. Ya men nim qo'ya deyman-da. Men Küzüm muşu senin avu bugünkü yığınla temasında Şarkı Türkistan Uygur Ali Kengaş'tan Şarkı Milli Kengaş. Bu Milli Kengaş ne boptu olsun. Buna aşkanga bu yakında Dünya Uygur Kurultayı'nı hemmimiz küzettik. Şapakçı mı buladın çıktı. Cinsi parakençi mi buladın çıktı. Baskıncı mı buladın çıktı. Hain mi buladın çıktı. Muşu yakında muşu destekül içilgandek bir 5-6 ayının içinde bu hemmesi Dünya Uygur Kurultayı'nı itilip çıktı.
Boptu Dünya Uyghur Qurultayı bir yig'in içip, o'zini tozlaydiganini tozlab, yangidan bir xalqni oldiga bir yangi mundaq obdur bilan chiqidi deb o'ylasam, bu Türkistan Sharq Turkiston Milliy Kengashininki mudirini Dolqin Aysa qilib qo'ydi. Bu jinsiy parakanchilik deb ayblangan bu odamni buni nima qilsa bu demak bu Dünya Uyghur Qurultayı ichidagi chirikchilik bu to'rt emas qavab ketib ketgan ekanda. Bular hammasi chiriklashib ketgan ekan. Mushini ma'qul deb jinsiy parakanchilik degan yomon ig'ir ism jumma Amerikada. O 10 yil 15 yil kesib yetdi. Mushu ismni ko'tarib chiqqan mush odamni yana mudiri deb qo'ysa bu Dünya Uyghur Qurultayıdan qandaq bir xalq aladi yuzi bo'ladi. Endi masalanga shu Dolqin Aysa mudir ekan, mush yig'in kashgan yosh qiz ayollar bor. Aşılar qanda bunun bilan so'zlashidi, so'zlasimi xalqlar bunda o'zilsa o'zining vijdon va ayollarning o'zini opqichidi. Uning bilan so'zla o'zini opqay bu ta'sir ko'rsatmamdi. Mushinimi o'ylamabdi-da. E'lon qilgan yig'in kuni Dolqin Aysa meni vaqtim bo'g'ashqa meni qilib qo'ydi dedi. U kuni qarasam bularning raisini hozir ismi Turg'on, ha? Turg'on Jaloliddin. Ha. O Turg'unning so'zlash usulini shunda bir tutami yo'qdek bir so'zlab, Dolqinni shunda jonliq so'zlagandek oshda chiqarib qo'ydi-da. Dolqin rais bu hech nima emas oshlab chiqdi. Bu asli bu bo'lmagan bir ish bo'ldi Dolqinning. Bu xalq orada jinsiy parakanchilikda ayblangan odam Milliy Kengashning mudiri bo'lib, uning vakili bo'lsa, asli bo'lmaydigan narsa bu. Bu nayt buni hamma ishlarni chiqib ketdi-da. Demak, endi mushunga qarta endi shu nurg'un shu Uyg'ur ziyolilarimi bu Dolqin Aysa men WhatsApp'la anglab kelyapman. Dolqin Aysani qo'g'dab so'zlaganlar bor. Gaylama Amerikaning burun prezidenti Kennedy bilan Kennedy degan 50 oshni tutgan buning ishiga hech nima emas deb so'zlaganlar bor. Va Kennedy 50 oshni tutgansa, ular oshni tutibdi o'z mayli bilan. Bu Dolqin Aysaning qilgani oshni tutgan emas, jinsiy parakanchilik bir. Oshni tutish o'zi bir axloqsiz, uni o'lcham qilish to'g'ri emas. Onun degan WhatsApp guruhlarmi, gay ayollar so'zlaganlar bor. Dolqinning qilganiga hech ish emas deb. Aşı aşılarning ballarga, qizlarga ashundaq parakanchilik qilsa, aşılar bor. Balam hech yo'q, u degan Uyg'ur uchun ish qilyapti, buncha kishini mayli deb tumandigandi. Ya Dolqin Aysa yiniq kelsa mayli deb o'zini berib yetamdigandi deb o'ylab qolaman. Shuning uchun men mushu yig'inda mudiri bo'lgan odamga mudirga shuni saylig'iga men yig'inga yangi echilsa men qo'llayman. Yig'in asson o'zini boshqadan asliga Mevlan, onundan başqa bu yig'inga o'zini yaxshi ko'radigan o'zining odamlarini akili Oliy Kengash bir millatning Oliy Kengashi emas, Dolqin Aysa olsun, mayli boshqa birisi olsun, mayli bizning Turg'un Hacım bo'lsin. Aşının içindeki adamlarning bir kengashi o. O Uyg'urlarni boshqa Uyg'urlarni kirgizmaydi ekan. O'zining yaqin odamlarini, o'zining munosabat doirasidagi odam bilan ochadigan. O Uyg'ur xalqining Oliy Kengashi emas. Ism ashunda qo'yilgan. Ismini qanday qo'ysin, qurultayning ichidagi bir necha odamlarning o'zining do'stlarini yig'ib ochadigan bir kengash ekan bu. Uyg'ur xalqining Oliy Kengashi deb biz e'tirof qilmaymiz. Agar Dünya Uyg'ur Qurultayı bo'lib, Uyg'ur xalqining Oliy Kengashi bo'lsa, u Oliy Kengashga hammamiz chaqirilamiz. Siz chaqirilsiz, Mabalam chaqirildi, Sitim Türk chaqirildi, Umid Agay chaqirildi, hammamiz chaqirildi. Oliy Kengash Uyg'ur xalqining bo'lsa, Sharqi Turkistonning desa, shundaq chaqirildi. Anandikin bu axloqiy masala kelganda buni oqlaydigan odamlarga mening javob bergim yo'q. Nayt uyat yapma o axloqsizlikni oqlash. Uyg'ur xalqi azaldan ikkinchi o'zining oilasidan boshqa odamga nazar tikkan odamni qabul qilmaydi. Ma'lidim shunda qaraydi. Qizlarimizni shunda qo'g'dab kelgan, oilamizni shunda qo'g'dab kelgan bir pokiz millat biz. Bundaq narsani biz qabul qilmaymiz. Xalqaro asli qabul qilmaydi ekan. Men qabul qilmayman. Meni gibim tugadi. Aslida qurultay degan hamda o'xshamagan fikr iqlimdagi odamlar birga kelib bir rasm maslahatlashishga yashdaqqa. Bu mezgilimizda hamda o'xshamagan fikr iqlimlardan bor erkak olib degan Dolqin Aysa taraf, siz taraf, Sitem taraf bunda o'xshamagan fikr odamlar bordi-da. O'xshamagan kuni kelganda butunlay Dolqin Aysaning kontroliga tushib qoldi bu narsa. Hatto men tanqidlab yozdim, bu Dünya Uyg'ur Qurultayimi yoki Dolqin Dünya Qurultayimi deb. Meni ilgari chaqirdi yig'inga.
xalq vakillab qatnashmayman dedi, ma'qul dedi. Man qarang balam. 10 minut Sizning vaqt gapingizni berasiz. qo'yamiz. Sizning mening gapimni anglang. Man qarang balam. Men bugun devetadigan bo'lsam deydigan gap baxchiq. Qurultayning ichida men qo'yib etadigan o'tirib qo'ydigan gap u vaqt men ochsam obzorchimiz buningdan battar ochadi. Bugun gapimiz mishagichi cheklamalansin. Cheklansin bu. Meshat To'xtayli o bir Eysanın ya Peysanın ya yani birisinin xalq onun mülkü emas. Uyghur xalqi çoğun xalq, keng doirdagi xalq. Bu qurultaydagi 10 adamning mülkü emas. Bular o'zi bir ommaviy do'stlar ara o'zi bir tashkilot, o'zlari bir kengash ochgan. Bu o'zining ishi. Biz onunla aralashmaymiz. Mening gapim tugdi. Unda Nima gapim tugdi Afka? Unda savol bor, oxiri savol o'tilayotgansa. 6-cı sual. Sharq Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi o'z taqdirini o'zi belgilash degan qaror e'lon bo'lsa, Sharq Turkiston Milliy Kengashida nishonimiz mustaqillik deb e'lon qildi. Hammamiz ko'rdik. Xalqaro qonun bo'yicha millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqining ichida davlat ishg'ol qilingan mustamlik yashayotgan millatlarning mustaqil bo'lish haqqi bor degan. Osonlik millat bo'lsa o'z taqdirini o'zi belgilashning ichki jihatdagi huquqini beryotdi, ammo tashqi jihatdagi mustaqilligini bermayotdi. Mush masalada Sharq Turkiston Uyg'ur Oliy Kengashi yig'inida nima uchun Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zimiz belgilash huquqimiz uchun kurash qilamiz dedik. Bu huquqning ichki tashqi jihat huquq bo'lgan mustaqillik talab qilamiz degan nishonimiz nima uchun o'sha vaqt o'tirib qo'yilmagan? Afkabek murakkab. Men mishat buni o'zininglar bir tema qilib so'zlasak bo'ldi-ki. O'z taqdirini o'zila bir tema qilib so'zlasak. Bu o'tirg'i qo'yilgan mavlan mustaqillik deb e'lon qilamiz. Asosiy jihatdan biz mustaqillikning yo'lidan boramiz. Buni o'zimiz bilamiz. Shakliga ma eni dedim pul oladigan u buga e'lon qilgan narsaga gizga ma bayonotga mushta yezib qo'yamiz deb hammamiz qarorimizni oshna olgan shu vaqtda. O'sha qaror to'g'ri emas-da. To'g'ri emas, lekin shu vaqtida mush to'g'ri emas qarorni olgan. Bu qarorlar bormi hozir qurultayning to'rbatlarida men To'rbatlarda bordi endi bo'lsin. Bu qaror to'g'ri emas-da, shu bu qaror o'zi shu qilgan. Masalan, Dolqun Aysolan, Umar Qanotni san Uyg'urlar bor yerda mustaqil o bu deb so'zlaydi. Ingiz to'g'rilab chiqqan yerda ular mustaqil deb so'zlanmaydi, pulidan quruq qoladi. Ularni so'zlaydiganda so'zlaydi. So'zlanmaydi mustaqillik deb so'zligini yo'q. Naq mushta munosib bir savol bor tutib turinglar, men hozir nima qilaman? 7-chi savol kelaylik. Sizdan keyingi dunyo ha? 2 soat o'tib ketdi. 1,5 soat oldu, yani 2 savol borki, hozir mushtingda bir savol bor, men to'xtatib savol tutgan ekan, to'xtalib keyin davomini keyin qilaylik. Hozir mush naq da'vat qilmaslik keldi. Robiya Qodir xonim, sizdan keyingi dunyo Uyg'ur qurultiyi rahbarlari oshqan Sharq Turkiston Milliy Qurultiyida nishonimiz mustaqillik deb aniq o'tirib qo'ygan bo'lsa-mu, BTT yig'inlarida va Yevropa parlament yig'inlarida davomli lager masalasi, kishilik huquq masalasini o'tirib qo'ydi. Ammo Sharq Turkistonning besilgan zamin ekanligini o'tirib qo'ymaydi. Buningdagi sabab nima? Birinchi savol, meniki davom bor. 2 oyning oldida qurultayning muavir raisi Zumrat Oy Yevropa parlamentidagi bir yig'indan keyin bir parlament a'zosi bilan erkin bir suhbat elib bordi. Parlament a'zosi Zumrat Oydan Uyg'urlar kelgusi qurilmoqchi bo'lgan Xitoy demokratik davlatining bir partiyasi bo'lsa xolamdi deb so'raganda, albatta xohlay deb javob berdi. Bu diasporadagi Uyg'urlar ichida kuchli g'ulg'ulga sababchi bo'lib qoldi. Qurultayni tanqid qilganlar ko'payib ketdi. Dal mush vaqtda bu videoni Dunyo Uyg'ur qurultiyi o'ziniki Facebook, Instagramlardan yub chiqarib Demek Milliy Kengashda nishonimiz mustaqillik deb Uyg'urlar degan bilan g'arb siyosatchining oldida Uyg'urlarning xalqaro qonun bo'yicha hozir ma e'lon qildi. Uzrat qildi. Siz buni qanday qaraysiz? Ammo hozir mash e'lon qilgan narsa Uyg'urlarni aldash shaklida qilayotgan narsa. Ichki jihatdan bular avtonomiya deydiganlar. Bu hozirgi yig'ilganlarni men bilaman-ku. Her qaysining ismini men demasam-mu, so'zlagan so'zi qaranglar. Uchiq oshkor avtonomiya olamiz deydiganlar. Bu xalqni aldash uchun o'tirg'i chiqqan gap bu mustaqillik degan. Lekin Zumrat Oy degan qiz uning oilasidan tortib vatanning mustaqil bo'lishini xohlaydigan xalq u. Mustaqillik degan gapni naytli davomli deb turadigan. Bu qiz yolg'on gap qiz kamidi? Demak, vatanning bu yaxshi qiz ekanda, kichik qiz tehi, sabiy, sap, yaxshi bir kichik qiz bo'lganligi uchun u saxtipazlik qiz kelmay haqiqiy yurikligini portlatib debdi. Men tabriklayman. Uni ayblashning hojati yo'q. U siz bayatın yuqorida deb o'tib ketdim. Bu shakli jihatdan xalqni o'ziga akilish uchun hozir ma'noda ulus degan bir gap bor ekan. Ulus tikilan bizni tilimizni deb qo'yayotgan gap. Endi Sharq Turkiston qurultayi o'zi Dunyo Uyg'ur qurultiyi degan gapda Dunyo Uyg'ur
Sharq Turkiston Uyg'ur qurultiyi desa bo'ldi. Nimishqa sen Uyg'ur degan gapni aytib milliy deysan. Buning o'zidimi o'ziniki atrofga odam to'playmiz deb shaklvozlik bilan qilayotgan ish bu. Bu hunarlar hammasi bular qilaversin. Bizning hozir hunar qilishga vaqtimiz yo'q. Vatanning ichida million odam lagerdan shu kunini kesib oldi 20 yil, 30 yil, kaynini 5 yil, 3 yil qilib turmuqqa opiribdi. Lagerdagilar qo'yib berilgani yo'q. Lagerdan chiqqan odamlar chiqib uzunga qolmay 1 yil, 2 yil, 6 oy, 3 oyda o'lyotdi. Biz bir taraf qiladigan nihoyat cho'ng muhim masalalar bor bu yerda. Ham vatanning teshida chachirab yurgan odamlarimizni iqtisodiy jihatdan, o'qish jihatdan birlik, barobarlik aklanmoq. Süreyya Hanım'ın aşkanmış, bütün G'arb devletide hazır Süreya'nın Uygur ana tilini qo'g'daymiz degan maktab açtı. Muş kız muşun tutup duruvatıdı muşun. Ben çıkan 20 yıl içinde ben muş kızın koyuvetmeymiş işini akıdım. Ben vakıdım ayran. Kalkan devletlerde aşındak mekteplerini içip ballarını kutuldurup kalıdıgan işler bulmavatıdı. Şuna muşundak bir şarayette endi bula Uygur'un müstakillığını şekil cihetten onda ilan kıp koyup bağa yerde undaq dep jümey rast dep biz kişilik hukuk teşkilatı. Biz müstakillikka avtonomiya degenge aralashmaymiz. Biz faqat Uygur'un kişilik hukukunu anlatımız. Çünkü biz en iyi dedim pulalımız dep rastın deyiş gerek. Müstakil deydigan bir grup özü Uygurlarning biz mana igisi biz, vekili biz çıkımız Xudayım birsa. Meyli sit olsun, meyli mevlam olsun, meyli başkası olsun, meyli başkası olsun. Müstakil deydiganlar bir sep bulup çıkımız. Biz fakat kişilik hukukunu anlatımız. Müstakillik avtonomiyaga biz aralashmaymiz. Disil buludu Allah. Unda yalgan gapib jümey. Benim fikrim muştuydu. Mevlam kasasından başka deydigan gapingiz Ya bo'ldi. Tugdi. Bir yarim soat bo'libdi. Yana 3 savol bor edi. Biraylar telefon qilaman debga telefon qilsa uzrab ketib qolib programmani misha tugitaylar. Yana tushgan savollarni to'plab kelar ketdi. Buni ikkinchi qismini qilsa qanday? İnşallah. Bo'ldi. Rabbimdan da bo'lsa men bo'ldi. Rabbimdan asas bütün bu tarixni Men bek oldıraş. Olmuş lekin bugun vaqtim yetmez chiqolmayman. Amerika bir qadam qo'ygan tat hozir narsa yaxshi bir so'zildirib so'zlab berdingiz. Rahmat vaqtingizni chiqarib naq maydon qatnashmaganingizga. Hurmatli qarindoshlar, bugungi suhbatimiz mushaji bo'lsin. Suhbatning oxirini kelar qatimda yana epparimiz ikkinchi qismida yana 3-4 savol bor edi. Telefon murdiganlar aka bular bilan kelar qatimliqqa telefon qilib so'ranglar. Hurmatli Robiya Qodir xonim, Mevlanka ikkilan ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimliq programmada ko'rishaylik. Qanda qarindoshlarniki ma'lum qartda taklif fikringlar yo qo'shilmagan yerga qolib qolsa chiqsanglar ekran suhbat o'rnashtirsak bo'ladi. Yozilgan inkaslarda og'zimizni tilab yozgan inkaslar bor ekan, menda bir-birisi og'zimizni tillash bilan ish olmaydi. Biroq suhbat ishtirokida o'tirimiz. deb o'ylamang, Xitoyning jasuslari qiladi uni. Meni qaytib chiqmasin. Bular hamsa bugun suhbatimiz oxirlashdi. Xudoyim bo'lsa pat orada buni ikkinchi qismini olib boramiz. Hammangizga bo'ldi. Rabbimda hamsa xo'sh hamsa. Allah tinasini salomat qilsin, umringizni uzun qilsin, sizni barliq baloyi qazo ofatlardan saqlasin. İnşallah.